Yoqmagan tomoni ovqatlari yoqmagan menga. Odamlar yoqmagan. Sizga mana migrantday qaraydi, qora ishchiday qaraydi, munosabati yomon bo'ladi chunki. Просто shokka tushib qoladi-da odam. 170 necha edi skorusim. Tabloga qarashni uspet qildim. Yangi olganman, 3 kun bo'lgan mototsikl olgan. Bitta siltatdan shunaqasi rulim ketdi. Bundan oldin Toshkentdaman deysiz. Bu haqda hozir hamma viloyatlar yig'ilgan. Qashqadaryoda. Birinchi yaxshi oylik bo'lgan ishim bu model bo'lgan. Model chiqib berganmiz xullas futbolkalarimizni yechib videoga olganda bizlar hamma videoga olib birinchi marta borganman shaharga. Ular umuman ko'rmagan chet el. Assalomu alaykum hammaga. Men Tohir Narzulayev. Bugun do'stlar bilan yig'ilib ozgina video olishga qaror qildik. Ismingiz nima edi? Ismim Abdulaziz. 2006-yilman. O'tgan yil Xitoyga kelganman. Qanday bo'lgan Xitoy? Yoqdimi? Qachon kelgansiz? Nima uchun kelgansiz Xitoyga o'zi? Xitoyga o'zi o'qishga kelganmiz. Xitoy zo'r lekin Xitoy Yoqdimi? atmosfera zo'r Xitoyda. Yoqmagan tomoni bo'lgan yo'q? Yoqmagan tomoni ovqatlari yoqmagan menga. Odamlar yoqmagan. Shu uchungina yondagi bola ariqqanida o'zi. Bilinmayapti lekin yoqmaganligi. Menga shu savolmi? Ha, senga. Ismim Hamroz. Men ham o'tgan yil kelganman Xitoyga. Menga qarab gapiravering, yerga e'tibor beraylik. Ha. Shu o'tgan yil kelganman. Qanday Xitoy qanday? Yoqdimi, yoqmadimi? Xitoy yoqdi. Birinchi boshda kelganimizda endi baribir cultural shock bo'ldi. U nima degani? Shu madaniyat har xil anaqa farq qiladi, shunga hayron bo'ldi. Keyin kelganimizda bilmay qimmat bozorlarga borib, masalan, ancha pul sarflab qo'yganmiz. Qizlarga. Yo'q. Ikkalamiz bilganmiz, asosan misolga aytadigan bo'lsak, bitta tirnoq oladiganni O'zbekistonga 60 mingga olganmiz ikkalamiz. Umuman bilmaganmiz, narxini aytgan narxga sotib oladiganmiz. Umuman pul haqida o'ylaganmiz. Hozir o'sha pullarni o'ylasak, vaqti afsuslanamiz. Shunday. Dapanja yesak bo'lar ekan. 80 yo'q. Yana qanaqa muammolar duch kelgansiz? Kelganimizda shu til kursida Xitoy tili men uchun o'rganish qiyin bo'lgan. Boshida ancha qolgan jo'ralarimga qaraganda boshida shu Til kurs qiyin. Xitoy tili o'zi qiyin. Birinchi o'ringa turadi qiyin. Просто shokka tushib qoladi-da odam. Shokka tushib qoladi. Umuman hieroglif harfdan tayoqchalar o'tib ketadi-da. Tayoqcha ham har xil narsa o'zgartirib tashlaydi ma'nosida. Biz qiyin bo'ladi. Mikrofon bering qani o'zlarini ancha gaplar bor ekan. Ismim Aminjon, shu Samarqanddaman, Urgutdaman. O'tgan yili Hamroz bilan birgalikda kelgandik. 1+4 dasturi orqali. O'tgan yil shu til kursida o'qidik. Endi bu yil nasib bo'lsa bakalavriat boshladik Xitoy tili. Ingliz tilidan общий Xitoy tiliga o'tib ketdik nasib bo'lsa. Bir gap bo'lar endi bu yo'q. HSK olgansizlar, to'g'rimi? HSK 4 oldik, yaqinda 5 ham oldik. 5 javob chiqdi. Chunki Xitoy tilida bakalavriatni boshlash uchun 5 talab qildi universitet. 5 oldik. 5 ga ham ilinib qolganmiz, no xudoga shukr. Qancha vaqt mobaynida 5 olishga erishdingiz? 5 o'tgan yil sentyabrdan Xitoy tilini boshlagan bo'lsam, mana shu sentyabr oyida oldim yani. 1 yilga. Da, endi bunda 2 oy O'zbekistonda bo'ldim. O'zbekistonda bilasizlar, umuman o'qib bilmaydi. Iloji yo'q O'zbekistonda. Mazza qilib yurdik. Kelgandan imtihon majbur topshirsa dedi, topshirdik. Hay xudoga shukr. HSK 5 chiqdi. Endi Xitoy tiliga o'qishlarni boshladik. No shok lekin Xitoy tilida o'qish bor-ku. Bundan oldin o'qiganmisiz boshqa universitetgami, O'zbekistonga qayergadir harakat qilganmisiz o'qishga? Bundan oldin men Xitoyga kelishdan oldin Angliyaga qilmoqchi edim. Birinchi Xitoy taklif chiqqanga Xitoyga o'qiymanmi, men kelib degandim. Ana bilmagan ma'lumotlarimiz ham bor ekan qaranglar. Keyin shu yaxshi grant bo'ldi, top universitetga shu sababli kelish taklif qildi. No, menimcha qarorim to'g'ri bo'lgan. Nasib bo'lsa. Angliya nima bo'ladi? Angliyani xarajat katta, shu sababli tayyor grant turganga, top universitet turganga Angliyani tanlamadim. turadi Angliyada. Turadi-da. Keyin O'zbekiston universitetlari ham bor edi. O'zbekistonda ham turizmga kirganim. No, menimcha kelajagi bor. Hozirda ayniqsa O'zbekistonga ko'plab Xitoylar kirib kelyapti, qiziqishlar, shu sababli Xitoy menimcha yaxshi tanlov bo'ldi. Yaxshi. Hay, mana eng yaqin do'stim. Men bilan Xitoy tilini birga boshlaganmiz, birga o'zi Xitoy tilida o'qiyapmiz. Mana
Nurmuhammad. Yo'q, bizga ikkita mikrofon yetadi. O'sha tursin o'sha endi. Gapchi qolsin. Bu yoq ozgina ma'lumot beraylik biza ham bu yoq haqida. Diplomat. Ya, shart emas. Diplomatiyani shunday yig'ishtirib Xitoyga kelgan bola. Nima uchun? Mana shundan boshlaylik. Nima uchun siz diplomatiyani yig'ishtirib Xitoyga kelgansiz? Endi agar oddiy misol uchun reyting tarafdan ko'radigan bo'lsak, mana diplomatiya 1000 talikka ham kirmaydi dunyo bo'yicha, lekin bizning universitet 150 talikka hozirchalik 150 tada turibdi. Keyin esa diplomatiyada faqat o'qish pulingizni qoplaydi. Bu yoqqa kelsangiz hamma sharoit bor. Oylik stipendiyaga ham to'lab beradi. Mana bu xalqaro avia chiptalarni ham hatto to'lab beradi. Eng qiziq bitta savol, o'zbekistonliklar mana Xitoyga bolamni o'qishga jo'nataymi, jo'natmaymi? Mani o'g'lim ko'p mana bu ovqat tanlab yeydi. Nima muammo bo'ladi deganlarga endi oddiy javob bor. Lekin mana oxirgi yillarda Xitoyga juda ko'p chet ellik studentlar kelyapti. O'shaning katta qismi musulmon. Xitoyliklar o'zlari ham yaxshigina statistikani biladi. O'shanga sabab mana oshxonalarda hamma ovqatlar halol. Keyin har bitta universitetda alohida binosida musulmonlar ovqat pishiradi. Ish qilib unaqa ovqatda muammo yo'q umuman. Lekin mana bu xohlamagan bahona qidiradi, xohlagan sharoit qidiradi deyishadi-ku. Mana shunaqa. Sizga shukr qilishni o'rganadi shu yerda kelib. O'rganadi lekin. Lekin endi ozgina o'z haqida ma'lumot bering. Qayerdansiz? Ismim Nurmuhammad. Navoiy shahardanman. Xitoyga kelganimizga 2 yil bo'lyapti. Qolgan davlatlarga nisbatan men o'ylaymanki, Xitoy hozirchalik eng katta grant va eng oson grant beryapti. Men o'ylaymanki, mana shu yaqin 5-10 yil ichida bu imkoniyat bilan foydalana olish kerak. Bu hali juda uzoq davom etmaydi. Mana shu potokka kirib olish kerak deb o'ylayman. To'g'ri ma'lumot. Rahmat. Endi yangi kelgan hozir birinchi kurs talabalaridan ozgina savol javob qilib so'radik. Endi bu yoq bizani eng starshinamiz 4-kurs aviatsion yo'nalish bo'yicha o'qiydilar. Raketa ishlab chiqarasiz, nima ishlab chiqarasiz? Dasturda chiqaramiz. Maska chiqasiz aka. Bu ajoyib bir talaba, MPUni olg'ir talabalaridan biri. Qizlarni ajali. Ozgina o'z haqida ma'lumot bering. Meni ismim Og'abek. Qashqadaryodan. Bundan oldin Toshkentdanman deysiz. Bu yoqda hozir hamma viloyatlar yig'ilgan. Qashqadaryodan. Toshkentda tug'ilganman o'zim. Shu hozir 4-kurs 3 yildan oshdi, 4-yil ketyapti hozir Xitoyda. Noyabrlarda 4-yil bo'ladi. Birinchi kursimda birinchi semestrni onlayn o'qiganman. Hozir aviatsion o'sha aerokosmik qurilish yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Yana nima so'raysiz? Ekzamenga o'tirganingiz yo'q, bemalol gapiravering. Savollar bering-da. Xo'p, Xitoyga pandemiya vaqti kelgansiz. 2022. Qanday bo'lgan o'sha vaqtlar? Shundan ozgina gapirib bering. Qattiq bo'lgan. Yomon bo'lgan. Azob bergan sizga to'g'ri. Yo'q, karantinga qolgansiz, biletlar qimmat bo'lgan. Kelgan paytingiz bilet pulini yuborgansiz bir oyda ichida. Shunaqa bo'lgan. Shundan ayting, bilmaydi-ku. Shunaqa bo'lgan. Xalq bilsin. Kelganimda o'shanda Xitoy endi ochilgan payt, hamma studentlar qaytayotgan payti, bizlar bilan xitoyliklar ham qaytgan. O'shaning uchun Xitoyliklar qaytayotgani uchun talab ko'p bo'lgani uchun Xitoyga qaytish uchun bir haftada adashmasam bitta yoki ikkita reys bor edi. O'shaning uchun ko'p odam qaytaman degani uchun menimcha reys o'sha paytda oshib ketgan puli, samolyot puli oshib ketgan. Hozirgi pulda bir 400 dollar. Qanaqa yo'nalish bo'yicha o'qiysiz? Aviatsionni nima? Yo'nalishingiz? Aerokosmik qurilish. Aerokosmik qurilish muhandisligi. 4 yildan beri mana shu yo'nalishda o'qiysiz. 4-kursdan. Qanday yo'nalishingiz o'ziga ma'qul keladimi, yoqadimi? Zo'r, yaxshi, interesniy. Qiziq, ha? Qiziq. Tushunasizmi birovni? Tushunishga harakat qilyapmiz. Bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. Siz bilan Og'abek bo'ldi. Asli Toshkentlik. Tagi Qashqadaryoda 70-75 lik endi. Telefonni paroli ham 70. Hammaga assalomu alaykum. Men Shohruh. Men ham Samarqanddanman. Tohir aka. Samarqand shahrining o'zidanman.
Men Tohir akaga. Zemlyak. Tohir aka. Zemlyak. Ko'rishmaganman lekin Samarqand aka bilan. Men 3-yil ketyapti Xitoyga. 1 yil keldim. Xitoy tilini o'qidim. 23-yil kelganman. Eng qizig'i umuman men Xitoy haqida umuman bilmaganman. Men o'zim Amerikaga topshirganman, Britaniyaga topshirganman, Avstraliyaga topshirganman, Germaniyaga, Singapurga umuman lekin Xitoy haqida umuman o'ylab ko'rganim yo'q. Eng qiziq hamma joydan grantlar berilgan. 100% bo'lmagani uchun bitta Istanbul, ya'ni Turkiya Istanbul burslarida Kimdir aytib chiqdi-ku, meni sizlar ham bilasizlar, shunaqa. Meni o'g'lim $100,000 grant yutib oldi deydi. Qancha? 1 million. 1 million shunaqa-da. $100,000. Sanamozib bo'ldi, grantlaring yig'sa shuncha bo'ladimi? $500,000 atrofida bo'ladi-da. Berga nima qilasiz? O'z aytib beraman nima qilayotganim. Xo'p, lekin u pullar sizga berilmaydi-da, u o'qishingizni qoplab beradi. Qo'lingizga berilmaydi u. Shu ma'lumotni berib o'tib, Da, u grant tushunmaydi. endi grant berildi degani u bolangiz qabul qilib, ya'ni bo'ldi men boshqa hamma endi 10 xil universitet 10 xil grant beradi-da. Masalan, Amerikadan 3 ta universitet sizga 80% dan grant berishi mumkin. Masalan, 1 yillik xarajati $30,000 bo'lsa, 4 yilni shunday hisoblaydi-yu, $120,000 ekan deydi bitta universitet. Ikkinchisi masalan $150,000, uchinchisi $200,000. Endi universitetlar har xil, qimmat, arzon. Shularni odamlar hammasini jamini olib, mana shuncha grant yutibman deydi. Endi tashlab bermaydi kartangizga, shunchaki qabul qilsangiz o'sha shartnomani borib o'qiysiz. O'sha xarajatlar sizdan faqat bo'ladi, qolganini siz to'laysiz. Bu ham hammasi $500,000 bo'lmaydi. Bu ham 3 ta 4 ta univers. Da, hammasini yig'ib O'shaning uchun bolalarni urushmasin, otalar. O'shaning uchun bolalarni urushmasin. Buni bolasi falon bo'pti, uni bolasi. u shunchaki u havodagi narsalar u. Endi Sertifikatsiz kelgan odam bormi ichimizda? Ha, men bo'laman. IELTS bilmaganman kelgan vaqtim. Bitta sertifikatim bo'lmagan. Faqat rus tilidan, rus maktabida o'qiganman. Языковой til kursiga kelganman birinchi yil. Ikkita akalar bor, aka o'zbek tilini o'ziniki biri kelgan bor. Bundan rus tilini. O'zbek tilini bilmay kelganlar ham bor. keyin nimaga Istanbul bitta 100% grant berdi, biletlarimni ham u berdi. Xitoy shu payt bitta ustozimiz shu Shanxayda nimani o'qib kelgan, magistraturani o'sha kishi aytdilar-da, Xitoy ham hozir rivojlanyapti. Amerikadek bo'lgan. Ko'plar bilmaydi-yu, O'zbekiston amalar masalan Xitoy buyumi, Xitoy narsasi sifatsiz, boshqa yoki Xitoyning o'zini ham yomonlashadi, havosi yomon, ovqati yomon, odamlari muammoli deb. Kelsam, O'zbekistondan havosi tozaroq ekanda, ba'zi joylari. Rostini aytish kerak. Xo'p, nimaga Istanbulni tashab keldim? Istanbul chaqirib oldi, biletlarimni ham yubordi, vizalarga ham pullarni yuborib, hammasini qilib berdi, joylarini ham aytdi. Bordim Istanbulga 17 kun Istanbulda bo'lganman. Men o'qimaganman, как turistdek yurganman o'sha payt. Nimaga? Chunki kelishdan oldin Xitoy qo'ng'iroq qildi. 1 kun qolganman, Istanbulga tushib ketishim kerak. Xuddi shu universitet qo'ng'iroq qilgani, sanga grant beramiz, kel degan. Men Istanbulga boryapman. Men u yerda allaqachon biletlarim olib berdi, boshqa hech qisi yo'q, tashab kelaver dedi-da. Xitoyni universitet chaqirdi, Imperial Science. Chaqirgan. Chunki sertifikat, ishlarim, dasturchilik qilganman bundan oldin. Hammasini tashab berganman. Ular bilmadim nimaga ko'p vaqt bo'lgan. Xo'p, keyin Istanbulga bordim. Hali aniq emas-ku bu Xitoy. Hali menga hujjatlarim yetib kelgani yo'q menga. O'sha payt emaildan yuborishardi-da, ya'ni qog'oz shaklida admission kelardi. Hozir hammasi elektron bo'lgan. O'sha payt kushingiz kerak edi pochtadan, qachon keladi u. Keyin boraverdim Istanbulga. Bordim, aylanib yurdim. Keyin ustozlarim aytdi, "Keldi sana qog'ozlaring" deb. Keyin endi Istanbulni отказ qila olmayman, chunki hali aniq emas Xitoy. Ularga aytganman, o'yimda juda ham seriozli muammo bo'lgan. Men zudlik bilan qaytishim kerak deganman. Yaxshi yo'lda yolg'on nima emas aka, hisob.
Ha. Men qaytib kelaman agar muammoim hal bo'lsa, men zudlik bilan qaytib kelaman, lekin aniq bilmayman qachon hal bo'lishini. Zo'rga kelgansiz, Ha? Zo'rga kelgansiz. Zo'rga. Ha, Istanbul Tech University o'sha kuni bizga NASAdan nimalar kelgan edi. Olimlar nima o'tish uchun, leksiya o'tish uchun juda ham zo'r universitet ekan haqiqatan ham. Ko'nglim bo'lmaganda ham mayli tashab kelaveray, endi kattalarning gapini eshitish kerak. Chunki ekonomika baribir yaxshi emas-da Istanbul o'sha Turkiyaning o'zida. O'qish to'g'ri, nima yo'q, lekin ekonomika bergan grant nimalari faqat yeb ichish, ana yo'l kira nimaga ketib qoladi. Qoplamaydi o'sha bergan stipendiyalari ham. Shunga nima qilganman, mayli. Hech qisi yo'q. Agar u yer o'xshamasa, men qaytib kelaman deganman. O'zbekistonga boraman, agar mana viza ola olmasam Xitoyga, yana qaytib kelaman Istanbulga deganman. Ularga aytganman, meni kutinglar, men qaytaman deganman. Kelganman, vizaga topshirganman. Devorni ishlatib kelgan. Kelganman, shundoq vizaga kirganman, bergan o'sha savobni vizani bergan. O'sha payt unchalik ko'p emas edi studentlar. Bergan, bilet olganman, Xitoyga kelganman, o'qishni boshlaganman, tak. O'qish sentyabrda boshlansa, men noyabrga kirib kelganman Xitoyga. Hech narsani bilmayman-da, ozgina o'qiganman, Xitoy tilini ozgina. Endi men O'zbekistondanman, salom, meni ismim bu deb. Kelsam hech kim tushunmayapti-da, gapiryapman xitoychasiga. O'zi Xitoyga keldimmi, yo'qmi? Shuncha o'qib nima qildim? Da, Xudoga shukr, mana 3-yil haligacha Istanbul menga qo'ng'iroq qilyapti, qachon kelasan deb. O'sha yili yangi yildan oldin ham muammolaring hal bo'ldimi, kelasanmi, yo'qmi deb. Yo'q, kechirasizlar. Xudo xolasa boraman deganman-da. Belli bitirib borasiz-da, nasib bo'lsa. Dam olishga. Gapingizga bo'lmaydi. Gapingizga ishonib o'tiribdi hozir ular. Ha? Gapingizga ishonib o'tiribdi. Bilmadim, men aytganman shunaqa deb. Bilmaysan shu. Qiziq, universitet sizga podpiska tashlamaganmi? Hozir bu videoni ko'rgani yo'qmi? Universitet menga podpiska tashlagan. Ani international student nima edi? DV. Lidzvey. Lidzvey ham tashlagan. Yo'q, mana Shohruh akani Istanbul Shohruh akaning universitet ismini aytyapti. podpiska tashlamaganmi? Agar o'sha Ko'rsa u mo'min Xursand bo'lsa kerak. Bola tashlab Istanbulni. Yo, MPO tashlagan lekin menga. MPBda ham bu. YouTube izganman. Ko'rmaydi lekin. Yo'q, ko'radi, qarab o'tiradi. Lidzvey ko'radi lekin. ko'rganim yaxshi ketgan. Sizni ham aytib bering, qanday kelgansiz Xitoyga? Nechinchilik kelgansiz aka? Nechinchilik bir xitoylik, boshqa xitoy tilida ham Yuli deydi-ku. Men 2018 kelganman, birinchi yil Xitoyga. Karantin 2018 dinozavrda ko'chaga yurib, inostrallik ham bo'lgan vaqt. Tushgansizlar-da o'sha paytda dinozavr. Jang qilganmiz. Karantin legendarniy Loy jangidan zo'r bo'lganda. Karantindan oldin bo'lgan. Kelgan vaqtimiz hech qanaqa inostrallik yo'q edi. 22 ta odam, 22 ta o'zbek kelganmiz. Bitta qanaqadir chekkaroq qishloq joyga keldik universitetiga. Qanaqadir konsalting bilan kelganmiz. Hech narsa bilmaysiz, ma'lumot hech narsa yo'q. Yo'q, kutib olmaganlar ham eshitma qilmagan, ozgina yolg'on ma'lumotlar bilan kelganmiz. Lekin o'sha 22 ta odamdan ichidan ikkitagina qolganmiz. Men bilan bitta o'rtog'im qolgan. Qolgan hammasi O'zbekistonga qaytib ketdi. Qaysi Rossiyaga ketdi. Xullas karantindan bo'lib qoldi o'sha vaqtda, ham Qaytib ketishga sabab bo'ldi. sabab bo'ldi. Ha, shu bilan odam tarqalib ketdi. Men ham xuddi shunday karantin vaqti qaytdim, но все равно qaytib kelishga qaror qildim yana Xitoyga. Chunki hozir возможность juda ham katta. Hozirda o'ziga Xitoyda 4100 so'm kompaniyasi kirganda, shundan O'zbekistonga investor kirgan. 4100 so'm. Shu 2000 xislar qatori men ham hozir Shohruh bilan bir kursga o'qiymiz. 3-kurs biz. Yo'q, bitta kurs pastga. Men Men shunchaki yilimiz bir xil, O'sha payt yilimiz bir xil yilga kelgan biz. O'sha paytda 23-chi. kam bo'lgan-ku studentlar, chet elda o'sha paytda eng birinchi kelgan eng ko'p studentlar o'sha o'zbeklar bo'lgan bular. O'zbekistonda birinchi kelgan. Lekin grant zo'r beradi o'sha vaqt. Grant zo'r. O'sha vaqt zo'r 3,5 million grant beradi bizga. CC. Yo'q, oddiy universitet o'zining grant. 4+1 bo'lganda. Shunaqa. Keyin faqat xitoy tilini o'qiganmiz. Nu adashmasam bitta bu universitetga o'qimagansiz. Yo'q, men har yil bitta universitetga o'qib chiqqan. Til kursda shu orqali biznes qilib ketgan. Ha, shu ozgina biznes yo'nalishdan ketganman o'qishda. Hozir endi sal
mani qattiqroq ishlayapti MPO. Hech qayerga qo'yavermasdan faqat o'qiydi. Lekin ozgina kichkina maqtanib o'taman. 8 oyga HSK 5 da 256 ballga olganman. Qanchaga? 8 oyga. Sal nima? Men 10 oyga 234 olganman. Shogird. Endi HSK 6 ga. Ha, HSK 6 degani o'qish bo'lganda. Вообще o'qitganlar. 14 soatlab o'qiganmiz. Yoki kitobni mana qilib yodlatadi-ku, kerak o'shani qilgan. Qiynagan, azob bergan, ochib qo'yganmiz. Keyin davrlarda yashayotganmiz. Yo, yaxshi, ozna bor, mazza. Keyin mana O'zbekistonga, o'zbeklarga ayniqsa tegishli bo'lgan joyi, bizaga yoqimli joyi desak bo'ladi. Mana O'rta Osiyodan har bitta davlatdan bizning kursdoshlarimiz bor, do'stlarimiz bor. Gaplashamiz, mana bayramlarda uyga qaytamiz. Keyin esa O'rta Osiyo mamlakatlari ichida eng arzon chipta O'zbekistonga men o'sha topdim. O'zbekistonga eng arzon chipta sotar ekan. Lekin bu narxlar men o'ylaymanki, endi baribir Xitoyda o'sha siyosatni olib qoladigan bo'lsak, davlat baribir o'sha narx qo'yadi. Bu degani O'zbekiston bilan Xitoyni aloqalari yaxshi. Ishqilib, lekin shu yaxshi bo'ladigan sababiga ham mana bizning davlatimizni rahbarlari, undan keyin esa mana diplomatlarimizning ishi, ularga katta rahmat. Mana bizni mana shunday chet elda mazza qilib, hech qanaqa xavfsiz ta'lim oladiganimiz bir narsani bildiradi-da. O'sha mana shu orada Xitoyga kelib mana yaqin 6 oy ichida reyting chiqdi, universitetlarning reytingi. Mana top 50 talik ichida Xitoyda adashmasam 5 ta yoki 6 ta universitet kirdi. Boshida 2 ta edi. Mana soni ko'payapti. Bu degani o'sha Xitoyda ham sifat oshyapti. Mana shu sifat oshadigan sababli biz ham foydalana olishimiz kerak. Mana hammamiz to'g'ri Xitoyparvar bo'lib ketish kerak emas. Mana Osiyo mamlakatlaridan ham bitta, mana keyin yana magistraturani Yevropada xohlasangiz boshqa mintaqada olsangiz bo'ladi. Bu ana bu biz Xitoyga yon bosamiz yoki Xitoy uchun biz kelajakda ishlaymiz degani emas, chunki baribir mamlakatlar ham rivojlanadigan mamlakatlarga qarab ketadi, ulardan o'rnak oladi. Bu hech qanaqa yomon joy emas. Mana shuni aytib o'tmoqchiman. Foydalana olish kerak studentlar uchun. Hozir demak tavsiyangiz hozirgi O'zbekistondagi keladigan yoshlarga Xitoyga 100% o'qishga topshirishga tavsiya qilasiz. O'zbekiston universitetlariga nisbatan reyting balandroq, lekin kelishdan oldin baribir harakat qilib kelish kerakki, kelishdan oldin til o'rganish kerak, fan o'rganish kerak. Agar hech narsani bilmay bu yoqqa kelsa, albatta bu yoqda qiynaladi. Baribir o'qish O'zbekistonga qaytib ketish xavfi ham bor. U mana bu qurol bilan kelish kerakki, bu yoqda mana shu ustoz aytadi, bagajom znaniy kelish kerak. Bu yoqda keyin mana bu O'zbekistonni obro'yini ko'tarish uchun mana bu ustozlarga ko'rsatish kerak, professorlarga ko'rsatish kerak. Mana O'zbekistondan shunaqa kuchli bilimga ega o'quvchilar bor. Ular mana bu O'zbekistonni baribir biz chet elda yursak, O'zbekistonni yuzimizni o'sha yerga qaratish kerak emas. Shunday. To'g'ri. Yaxshi ma'lumot beryapsiz-da. Keyin kelmoqchi bo'lganlar ham tam ishlayman, pul topaman deb umuman kelmasligi kerak. Xitoy bunaqa emas. Koreya yoki o'sha Amerika, Yevropadagidek ham o'qib ham ishlayman emas. Faqat bu yerda o'qiyman. Bo'sh vaqt topolmaysan. Bular hamma grantlarni beradi, 100% grantlarni, stipendiyalarni ham stipendiya bemalol yetadi. Maqsadni to'g'ri qo'ysa, faqat o'qiyman deb, yaxshiroq bilim olaman, top universitetda o'qiyman desa agar kelish kerak. Ham ishlayman, ham o'qiyman deb, ham ishga ishonib unaqa kelmasligi kerak bu yerda. Bu yerda ish yo'q, to'g'risini aytganda qora ishchi yo'q bu yerda umuman. 2 milliard aholisi bor. Daji o'zimizda ustalar yo boshqalar yaxshi narx topadi-da, pul topadi, lekin bu yerda unaqa emas. Bu yerda bilimingiz bo'lsa, inglizcha dars berishi mumkin, yo qanaqadir to'g'ri eksport O'zbekistonga kargo shunaqalar deydi, lekin bu narsani ham yaxshi tanish topganda 2-3-4 yilda bo'ladi-da. Birinchi yilda o'zida ish topib ketaman, unaqa narsalar yo'q-da bu yerda. O'qiyman desa agar kelish kerak. Bu pul topishga ham. Bu ma'lumotlarni olish uchun sizga qancha vaqt ketdi? Bu ma'lumotlarni harakat qilib ko'rdingizmi ishlashga Xitoy kelgandan keyin? Xitoy kelgandan keyin yo'q, ishlab ko'rishga harakat qilganim yo'q. Lekin ko'rdingiz shunaqa. Ko'rdim, bolalarni ko'rdim. Ko'p ish o'qitib yuribdi, lekin topilmaydi, ish yo'q. Bir ikkita bolalar bilan gaplashdim, shu ingliz tilini dars beryapman dedi. Ular ham bolalarga, lekin u Xitoy hukumati yo birontasi bilsa agar, baribir deport yo jarima bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Ishlash mumkin emas. To'g'ri.
Universitet o'zi ham ruxsat bermaydi. Ish topish bo'yicha. Ish topish bo'yicha. Xitoyda ish bor. Topsa bo'ladi. Biroz harakat qilish kerak, topish kerak. Men lekin harakat qilmaganman. Harakat qilmaganman. No. Bitta narsa Aminjon aytgandek, ushlab olsa O'zbekistonga qarab ketamiz. Oilamizni bag'risiga. Deport qiladi. Deport qiladi. Bo'ldi. Shtraf ham bor yana. 20 ming yuan shtraf. 20 yuan shtraf. 50 ming. 50 ming. 50 ming yuan shtraf. Anu X1 bunaqa admissionda ham o'zi bunaqa prohibited deb yozib qo'yibdi ishlar. Da. Shu. No lekin Bilimdan ishchi viza qilsa bo'ladi, lekin yo'q bo'lmaydi. O'qishni bitirgandan O'qish bitirgandan keyin diplom olishsa bo'ladi. Aynan o'g'ib yaqin yo'nalishlar bo'yicha agar shunaqa bakalavr diplom bo'lsa agar key viza chiqdi hozir. Shunaqa viza beradi, 2-3 yil ham ishlab ham o'qish uchun bemalol bo'ladi. Faqat oldinlar shu aeronavtika science yo'nalishi bo'yicha bor. Shunaqa grant chiqqan bo'lsa, yangi grant chiqdi. Sizga ham o'zi. Og'abek o'zi boyaginaqada, yoki yiqilishimni bilsam ko'rpamni uch tomonga to'shayman deydi-ku. Bu yiqilishini bilmayman qanday biladi, lekin ko'rpasini har doim to'g'ri tarafga tashab kelgan. Iloyim yaxshilikka bo'lsin hammasi. Yaxshi-da. Qo'shimchadan shu to'g'ri aytdilar. Og'abek shuncha yil Xitoyga yurib ishga harakat qilib ko'rganmisiz yoki ishlab ko'rganmisiz? Nimalar ish qilgansiz? Ozgina ma'lumot bering. 4 yillik stajingiz bor endi baribir. Ha, ko'p harakat ko'rganman ishlashga. Qanaqa qiyinchiliklar boshida birinchi yil kelganimda 1 yil davomida umuman ishlash haqida o'ylamaganman, sababi to'g'risi kayfda bo'lganmiz. Faqat chunki stipendiya bor edi, hamma narsa bor, hech narsa o'ylash yo'q edi. Hatto shu o'qishda ham buncha o'ylayotganim yo'q edi o'shanda. Ikkinchi kurs boshlanganda o'sha mani stipendiyam shunaqa edi. Bizning stipendiya, universitet stipendiyasi har yili yangilar evaluation bo'ladi, scholarship evaluation bo'ladi. Keyin o'shanga qarab ular qarab sizni GPA-ga qarab, o'sha necha baholarga qarab, ko'rsatkichlaringizga qarab yil davomida berishadi. Keyin ikkinchi kursimda yo'qotganimdan keyin ishlashga harakat qilib ko'rganman. Birinchi ishlagan, adashmasam, birinchi yaxshi oylik bo'lgan ishim bu model bo'lgan ekan. Modelga bir marta borganman, modellikka. Mana shu o'zimizni Sian shahar, bizning Sian shaharda oldidagi Weynan shaharda. U yoqda vobshe juda ham chet elliklar kam ekan, bilmadim. Biz ko'p guruh bo'lib borganmiz. Bir adashmasam 3 ta qiz bola, bir 7 ta o'g'il bola bo'lib borganmiz shunaqa. Открытие bo'lgan, adashmasam yangi anaqa kosmetologiyaskiy xirurgiyami shunaqa o'xshaydigan, yuzlarni operatsiya qiladigan shunaqa yo'lda ochilgan ekan, vobshe zo'r bu. O'shanda ochilish marosimiga borganmiz, odamlar kelgan, biz как model bo'lib borganmiz. Modeldek emas, nima desa bo'ladi uni? Hech qanaqa kiyim reklama qilinmagan, bizda hech narsa qilinmagan. Просто как будто qo'pollanib aytganda, как будто show siz turib berasiz. Turib bermaysiz, ama turib berasiz, rasmga tushib berasiz. Chet ellik bo'lgan, shu yoqda chet elliklar kam ekan ham. Ular o'zi samolyot, biz o'zi poyezdda bor edi, poyezddan tushganimiz bilan vokzal atrofida taksilar bo'ladi-ku. Taksilar videoga olganda, biz hamma videoga olib tushganimizda o'zi 7 tam 8 ta chet ellikda hamma videoga olganda, biz men birinchi marta o'shanda hayron qoldim. Birinchi marta borganman shaharga, что ular umuman ko'rmagan chet ellik. Hamma videoga olish boshlanganda. Chunki hozir o'zingizlar ham bilasizlar, Xitoyda vobshe ko'p chet ellik. O'shanda videoga olishganda. O'sha normalni olib berishgan, bir kunga borib kelganmiz, ovqatini bergan, hammasiga qaragan, lekin qiyin. Unaqa qiyin emas. Bir kun просто oyoqda yurasizlar, как будто oyoqda ham boshqa shaharda edi. Ham sal ishda anonisini o'zini aytmayman. Oddiy ish bo'lmagan. Chiqib berganmiz xullas futbolkalarimizni yechib, ishimizda chiqib qilib berganmiz. Shunaqa. Keyin chiqib berganmiz shunaqa, yaxshi bo'lgan. 800 yuanmi shunaqa. Bir kun borib kelganmiz, 800 yuan, 900 yuan oylik bergan. O'shanda bir marta borib kelganmiz. Undan keyin boshqa ishlar ham qarab ko'rganman. Hozirgacha shu. Siz operatorni qiziqtiryapsiz, shuni aytib. Operator hozir kamera tashlab ketaveradi. Aka o'zi oladi. Boshqa ishlar qarab ko'rganman, boshqa bunaqa ofitsial ishlar topish, lekin ular aytganlarda juda ham qiyin. Topsa bo'ladi ofitsial ish. Uning uchun yaxshi
o'sha boss odam omadsiz kelib qolsa, yaxshi bitta boss topib olsangiz, boshliq qanaqa yoki o'shanda tanlaganingizdan keyin ish ham yoki faqat ishlash kerak, ishga berilish kerak yoki umuman faqat o'qishga berilish kerak. Ikkalasini ham birdan olib bo'lmaydi Xitoyda, umuman juda ham qiyin. Chunki qora ish bilan qilsangiz bo'ladi. Qora ishlarda osonroq, lekin ofitsialniy qanaqadir ishga kirganingizdan keyin ham o'qish ham ish qilish qiyin. Mana shu ish masalasi bo'yicha savol sizga. Ish topish uchun ozgina, salgina yangi kelganlarga, kelmoqchi bo'lganlar yoki kelib bilmay yurganlarga qanaqadir o'sha nima qilish kerak o'sha yo'nalishni topish uchun, o'sha ishni topish uchun? Siri bormi yoki odami bormi? Qanday topgansiz o'sha? Mana o'sha modellikning farqi yo'q, qanday qilib bo'lsa ham. Modellikda o'zi chet elliklar, men chet elliklar bilan o'zi ko'p yuraman. To'g'risi, birinchi kursimdan kelganimda men o'shanda o'zbeklar juda ham kam edi, chet elliklar bilan ko'p yurganman. O'rtoqlarim ham bo'lgan, bittalar ular oldin ham o'sha payt 2018-2017-yillar paytda ham kelganlar bo'lganda, bir marta til kursiga kelib ketganlar bor. O'sha paytda ishlab yurishgan, shunaqa chet elliklar. O'shalardan kontakt olganman. Xullas, tanish bilish bo'lsa, o'shanda boramizmi degan. Bo'ldi, mayli boramiz. Hamma narsani to'laydi, shunday. Keyin menga bo'yingni nechiligini tashla, keyin rasmlaringdan tashla deyishgan. Bo'ldi, borganmiz. O'shanda bir marta borganman. Undan keyin hozirgacha har kuni pashta har kuni yo bir haftada bir marta tashlab turishadi ishlar. Hozir vaqtim yo'q. hozir bo'lsa borasiz. Vaqtim bo'lsa ham borib kelmayapti. Chunki yaxshi ma'lumot bo'lyapti, ha? Topgan pullardan 100 yuan berasizlar. Biznes. Yo'nalishingiz biznes emasku. Biznes emas. Endi-da, baribir pul qilish kerak-ku. Shavroq, ozgina o'zing haqida ma'lumot ber, qanaqa sohang nima qilib kelgansan shu paytgacha. Bu yerga kelib qanaqa pul daromading qayerdan? Stipendiyaga qarab qolgan balamasin, undan tashqari ham daromadlaring bor. Endi hammasini ochishing shart emas, ozginagina, qisqagina qilib. Qilmadim, hammasini aytib bo'ldingiz. Men O'zbekistonda bir 16 yoshimda shu dasturchilikni o'rganishni boshlaganman. 9-sinfdan shu yaxshi o'qiganim uchun shu bitta kompaniya qiziqqan u meni ishga olgan. O'shalar bilan ishlab turaman onlayn. Keyin tarjimonlik qilib turaman ba'zi paytlar. Shu o'zimiz tanishlardan chiqib qolishadi. Shu biznesmen akalarimiz mana buni tarjima qilib ber yoki biz kelyapmiz mana bu shaharga. Agar vaqting bo'lsa kel, 1-2 kun bizga yordam ber, o'sha xarajatlarimni nima qilib berishadi, keyin shu cho'nchak puli berishadi, shunaqa. Aslida shunaqa ishlarda til bilsangiz yoki mana shunaqa qo'lingizda hunaringiz bo'lsa, dasturchilikmi yoki bizni operatorimizga o'xshagan yaxshi fotograf kamerani ishlata olsangiz, och qolmaysiz-da. Stipendiya ham masalan qo'shimcha bo'ladi sizga. Bundan tashqari VPN o'zingni VPN ishlab chiqargansan. Da, bu ham bor. O'zini VPN o'zi yasagan. Bizga hali she'r qilganlar-ku. Unaqa narsa she'r qilinmaydi o'zi. She'r qilinadi. She'r qilinadi. VPNni menga ham sotadi-mi? Voy $5 oladi. Yolg'on o'chirib qo'yadi oyda oxiri. Aka bir kun o'tib ketsa yomon bo'ladi. Lekin ben ishlab turay desam yo'q deydi. Chunki sabab borda bunda ham. Bilim bor, qila olaman. Buni qaraganman. Ko'p o'zbeklar, даже Turkmanistonga ham yasab ko'rganmiz. Bitta turkman do'stimiz bor edi. U yerda ham ishladi. U yerni sal qimmatroq sotding lekin. Sotdingmi? Ha, sotdik. Yaxshi ketdi. Qancha daromad sir bo'lmasa? To'g'risini ayt. Endi birinchi oyiga kishi boshidan $100 dan bo'ldi-da. Bir oyiga. Endi ikkalamiz 50-50 qilgandik. Chunki turkmanchani bilmayman. U to'liq Turkmanistonga qaraydi. Men ham Xitoy ham Turkmanistonga sotdik-da o'sha payt. Yaxshi kelish. $100 dan hech nima qilmaysan, просто shotingni tatib. Endi uni yaratguncha biz xuddi ilmiy ishdek qildik-da. Men Turkmanistonni o'rganib chiqdim. Har xil operator bir nimalari bor, endi telefon nomer, ana sim kartalari ishlashi 2 oy biz o'zimiz pul to'ladik. Ya'ni o'zimiz pul tikib, ana u nima bulut deydi, endi nimalarni sotib olib, ablakadagi serverlarni sotib olib, test qildik. Shu mehnatimiz ketdi, shunga yarasha keyin oldik-da. Kameramni kattaroq obzorga ol, katta obzorga ol, oyoqda ko'rinsin. Turtirdim meni. Nimaga? Kamerada ko'rsatdi.
Xo'p. Bu turishiga ishonmaydi. Bu shunaqa tillarni biladi. Kinoga aytadiki, o'zi shunaqa tilni bilaman, telefoningni bersang, stendni bo'shataman deydi. O'xshirib ketdik. Yo'q dedim. Kesamiz bunaqa joyni, kesamiz. Qilsa bo'ladi uni ham, lekin nimadir qilib Shunga endi vaqt kerakda. shu VPNlar yaxshi ishlamayotgan edi, yaxshi taklif bor. Talab bor edi. Biz shunga yarasha taklif bilan chiqdik. Xudoga shukr, o'zi yaxshi ishlayapti. Har xil joylarga ishlatib ko'rdik. Turkmanistonda ham yaxshi ishlayapti, Xitoyda ham. Hammaga endi yordam tegyapti. Men xursandman bundan. Eng qizig'i hamma ustroystoga, ya'ni iPhone-mi, u Android-mi, Windows-mi, MacBook-mi, hammasiga bir xil ishlaydi. Cheklovsiz. Ya'ni nechtaga ulasangiz shuncha ishlab ketaveradi. Hozir jalba qilib ketsam bo'ladimi? Mayli. Bilmasam ishlamay qoladi shu VPN. Endi ishlatayotgan odam Yana men o'ylaymanki, grant haqida bir aytib o'tish kerak, chunki bizlarni ko'radigan odamlarning ko'p qismi o'sha abituriyent yoki mana shu hozirchalik studentlar bo'lishi mumkin. Chunki ularga qiziq. O'sha mana Xitoyga borgandan keyin o'qish pulni kim qoplaydi, yashash turish necha pul va eng muhimi mana bu qorin qanday to'yadi. Mana shu eng muhim savollar mana shuda. Mana shularga javob berish kerak. Xitoyda har bitta provinsiyasining o'zini stipendiya granti bo'ladi. Davlat hukumatning o'zini granti bo'ladi, keyin universitetning o'ziniki bo'ladi. Mana shu 3 xil grant bo'ladi. Buni bari eng zo'ri bu davlat beradigan, Xitoy davlati beradigan granti, lekin buni olish sal qiyinroq. Lekin olgandan keyin mukofoti katta. Uchun oylik stipendiyasi bakalavr uchun 2,5 ming yuan. Bu 2,5 ming yuan taxminan qancha bo'ladi? 350 dollar. Bu nima? Agar bir oyda xohlasangiz ham ishlatish qiyin. 110 dollar olaman. Misol uchun men 110 dollardan olaman. Bir oyga bir yarim oydan sal o'tib yetadi-da. 800 yuan oladi. 1000 yuan deylik, 1000 yuan olaman-da, 150 dollar bilan. Shunaqa. 15 Grantsiz bormi hali? Yo'q-da. 15 kun 20 kunga yetadi. Misol uchun 330 dollar ben o'ylayman. Bakalavrga beradigan bir oyga stipendiyani yarmini ham ovqat ishlatib bo'lmaydi. Mana qancha 3 mahal, 4 mahal ovqat yeymiz. Ovqatlarda umuman muammo yo'q. O'zbekistonda 10 yuanlar bo'ladi. Ha, zavtrak ertalab chiqsa ham oshxona ishlaydi. Arzon. Aytmoqchi bo'lganim, mana bu davlat stipendiyasini olsa, davlat grantini olsangiz umuman pul bilan muammo bo'lmaydi, chunki bu o'zlari ham hisob kitobini qilib ko'rishgan. Tepada o'tiradigan odamlar ham hammasini biladi. Ikkinchisi esa mana universitet beradigan grant bu sal davlat grantiga nisbatan osonroq va uchinchisi qoladi bu provinsiyaniki. Provinsiyaniki bu o'sha provinsiyaning o'zining sayti orqali qilinadi. Men o'ylaymanki, agar o'zimizda abituriyentlar, studentlar kim o'zining bilimiga ishonsa, topshirib ko'rsa bo'ladi, chunki bu yoqda mana bilimiz bor bo'lsa, bu yoqqa kelib yana bilim olaman desangiz, siz quruq qo'l bilan qolmaysiz. Mukofoti bo'ladi. Albatta. Ustozlar o'zi ham ko'radi, baribir sizga aytmay ham o'zlarining majlislari bo'ladi. Mana qo'yadigan bahosidan kelib chiqib, mana siz haqingizda qanaqa fikrga ega ustozlar, keyin sizni kelajakdagi hayotingiz ham ancha oldinlashib ketishi mumkin. Agar bilimlaringizga 100% ishonadigan bo'lsalaringiz, mana Xitoyda darvozalari katta ochiq, mana bu. Shu aytadi-ku, bilim suvda cho'kmaydi. Yana nima davom ettirib qo'yinglar. Olovda yonmaydi. Chiqib mana shu egilatib qilasizlar. Bilimiz bo'lsa och qolmaysiz. bilimiz bo'lsa och qolmaysiz. Bilan ham berishganda. Ha, endi mana kinolarda ko'ramiz, mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p Yevropa, ayniqsa mana bu Amerikada ham, Amerika Qo'shma Shtatlarida bilimi bor studentlar pul tarafidan muammo bo'lganligi sababli qora mehnatga chiqadi, ish qidirib chiqadi. Bir tarafdan o'zimni boqaman deydi, uydagilardan pul so'ramayman deydi, ikkinchi tarafdan o'qish qolib ketadi. Bu degani mana 18-25 yoshgacha eng mana bu bilimga shira vaqtini bu ishlar mana qora ishda ishlab o'tkazaveradi. Bu sabab keyin mana kelajakdagi o'zining hayoti bu pastga qarab ketadi. Mana shu
kelinglar mana 18 dan 25 gacha bor kuchimizni berib o'qiymiz, keyin o'shani rohatini kelajakda mazza qilib ko'ramiz. Mana bu yoqda lekin Xitoyda o'shanaqa yo'q mana. Agar bilimi bor, lekin moddiy taraflama qisilib qolgan, o'qib bilmayapti. Unaqalar men o'zim aytaman 2 yildan beri shu yerda men ko'rmadim, bironta o't ko'rmadim, unaqa yo'q. Var siyosati sal nisbatan yumshoqroq, juda erkinlik ham bermaydi, lekin erkinlikni suiiste'mol qilgan studentlarni jazolaydi. Qiyinchilik bo'ladi. Qo'l bilan ko'rsatmaymiz kimni jazolayapti haligacha. Ha. So'riladi. Yo, lekin to'ppa-to'g'ri yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Hozir grant to'g'risida, kelib yashash hayot to'g'risida, yana o'qish, bilim olish 18 yoshdan 25 yoshlargacha bolalarga men o'ylashim bo'yicha juda ham bir kerakli ma'lumot bo'ldi bu. Agar mana hozir men o'zim ham sal 25 dan o'tgan bo'lsam ham, yoshim 22 da. Hali ham bilim olib yuribman bakalavr bo'yicha. Yoqadi o'zimga. O'sha leksiyasiga o'tirish kerak bo'lsa meni ham chiqarib o'sha ozginagina chetda qanaqa deb ma'lumot ber deydi, chetda bilimini targ'ib qilishda nimasini chiqaradi bizdan. Men ham dars o'taman bir xil vaqtda studentlik, marketingdan, siyosat, marketing. Siyosat deganda yoki biznes siyosatini ha, biznes bo'yicha. Keyin kitob haqida video chiqaruvdik. Kitob haqida ozgina ma'lumot beray. Kitobni sotish uchun kitobning reklamasi bizga boshqacharoq bo'lgan. Endi bular o'zini marketingini o'rgangan-ku, Xitoyning marketingi. Mahsulotni chetga sotish kerak uni. O'sha biza sotayotgan vaqtimiz Xitoyda yoki oladigan klientlarga reklama vaqti. Agar siz chetni bozorni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizani kitobni o'qib ko'ring birinchidan deb targ'ib qilganmiz. O'sha orqali, ya'ni reklama, marketing to'g'ri bo'lganligi uchun mahsulot sotishga erishganmiz. Zo'r taktika, ha? Taktika. Qorin och qolsa lekin taktika zo'r bo'ladi. Och qolganda. Keyin til baryer haqida aytib o'tishim kerak. Mana bitta oddiy o'quvchini, abituriyentni misolga olib gapirsak, mana 10-sinf, 11-sinf maktabda oxirini o'qiyapti. Bir tarafdan o'zini birinchi fanlarni o'qiyapti, qaysi yo'nalishiga kerak bo'lsa, bir tarafdan aytadi Xitoy tili juda qiyin, men vaqtim yo'q. Xo'p, mayli. Bu yoqda Xitoyda faqat Xitoy tilida emas, ingliz tilida ham ta'lim olsa bo'ladi. Keyin bu yoqqa Xitoyga kelganimdan keyin qiynalib qolmaymanmi, tilni bilmasam? Yo'q. Agar mana megapolislarga borsalaringiz, bemalol hamma yoshdan tortib mana 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma ingliz tilida gaplashadi. Poytaxtini olib gapirasizmi mana o'sha katta megapolislarda til bilan umuman muammo bo'lmaydi. Ayniqsa shaharda chetiga chiqaman desangiz, u bitta do'st orttira olasiz. Sal chetroqdan, misol uchun sayohatgami birga chiqsalaringiz, tilni bilsa, u hech qanaqa muammo emas. Bu yoqdagilar mana ikkinchi tili, xitoyliklarning ikkinchi tili bu ingliz tili. Bizga misol uchun ona tilimiz o'zbek tili, ikkinchi tilimiz bizani hozirgacha ham ba'zi bir sabablarga rus tili bo'lib qolgan bo'lsa, bular ingliz tili o'rganadi. Sizga ham yoqmaydi ekan, ha? Buning uchun o'zbek tilida gaplashamiz-da, o'zi menga rus tilini bilaman endi. Bari hammamiz o'zbek o'tirimiz, rus tiliga hojat yo'q, hamma o'zbek tilini tushunadi. Mana iloji boricha o'zbekcha gapirishga harakat qilaman. Nima rus maktabga o'qiganman, nimadirlar qo'shimcha bo'lib ketadi, yana lekin o'zbekcha o'zi chetga chiqadiganlarni ko'p. Eng kamida shu 2-3 tani o'rganib keyin chiqib keladi. Shunaqa. Keyin boshqa davlatga o'rgangandan keyin yana boshqa davlat tilini o'rganadi. Nu til bilgani umuman zarar qilmaydi. Albatta, til bilgani yaxshi. Umuman zarar qilmaydi. Rus tili umuman ishlatilmaydi, o'zi bu yerda Xitoyda ko'p ishlatilmaydi. Asosan shu O'rta Osiyodagi vakillar tanishlar bilan ko'proq ishlatamiz rus tilini. Shu atak aholi ko'p bilmaydi, lekin rus tiliga qiziqadi. Ko'plari do'stam bo'ladi siz bilan, что rus tilini o'rgatmanga yo ingliz tilini o'rgatmanga, keyin sen bilan men senga xitoy tilini o'rgataman deb shunaqa qilib do'stlar ham ko'proq o'tirsa bo'ladi. Bu tili umuman zarar qilmaydi. Mana shu haqida ozgina ma'lumot bering. Xitoyliklarni tonish uchun eng qulay narsa nima? Bu yerda eng ekspert Shohrux aka, xitoyliklar bilan Siz ham hech qolishmaysiz. Yo, o'tgan yil to'g'risi til kursida o'qigan vaqtim umuman do'st o'tirish rostdan qiyin. Men eshitgandim, bu rost ekan rostdan. Xitoyliklar manfaat ustida do'stlik quradi. Asosan shunaqa.
sizdan manfaat ko'rdimi, u siz bilan do'st bo'ladi, savollaringizga javob beradi, yo boshqa narsa yordam beradi. Masalan, ingliz tilini o'rgataman desangiz, u sizga yordam berib xitoy tilini o'rgatadi. Ata shuni prosta borib "Sen bilan do'st bo'laylik" desangiz agar, hech bo'lmasa kayfga bo'lsa ham do'st bo'lmaydi. yo'q, bo'lmaydi, unaqa emas. Manfaat bo'lsa agar do'st bo'lish mumkin, shunaqa. Itam yordam so'rasangiz agar, lekin yordam beradi bitta ikkitada, lekin uzoqroq vaqtda sizdan ham manfaat ko'rish kerak u xitoyliklar. Shunda sizdan o'gina mandan Xushanglijie. Xushanglijie. Xushang bangju. Xushang bangju. Cheski turtga yurasiz. Yana cheskiga ishlab qo'ygan va Cheski biz ekspertga ko'p. siz nima deysiz xitoyliklar bilan tanishish haqida yoki qanaqadir tanishish haqida? Men Xitoyga kelib odamlar bilan tanishyapsiz-ku. Tanishishga harakat qilib ko'rganman. Xitoyliklar qandaydir o'zini olib qochadi, qandaydir tortinadi, lekin yordam beradi. Lekin har qanday vaziyatda, masalan, ko'chada nimadir bino bir lokatsiya so'raganingizda, lekin uzoq vaqtda lekin do'st bo'la olmaydi. Lekin shu Amin aytganday, shu manfaat ustida ular do'st bo'ladi. Endi manfaat ustida qaysi toifalar yoki o'g'il bola, qiz bola? Endi hamma o'zini ana holatiga qarab Keyingi sochi qiz ajali. Hop, hozir do'stlaringiz bormi? Ha, xitoylik do'stlarim bor. Ko'proq qaysi toifasi? Toifa qiz-o'g'il. Biroq shu endi qiz bolalar endi shu ko'proq ular endi o'g'il bolalar bilan endi do'st bo'lish bilmadim. Ko'proq qiz bolalar shu xitoy tilini o'rganishda ko'proq yordam beradi endi shu. Shunday. Sizlar? Bitta o'zini motivatsiya bo'ladi. Xitoy tilini o'rganishda. Man lekin umuman xitoylik bunday do'st orttirmaganman. Qizlar, ha? Yo'q, o'zi umuman do'st, даже hatto o'g'il bola ham orttirmaganman. Yo'q, xitoylik do'st normalniy lekin. Yo'q, hech harakat ham qilib ko'rmagan ekanman. Qiziq kesbiga. Hozir orqa fondan zo'r degan gap kelyapti-da hozir. Qiz do'st haqida ko'p gaplarni biladi-da hozir. Ekspert. Bironma so'raydi. Gap endi Ikkita mikrofonni bering, aka. menga misol uchun xitoylik o'g'il bola do'stmiz, qiz bola do'st topish osonroq bo'lgan menga. Menga misol uchun do'mboq bo'lsa-da deydi. Mazada. Qanday bo'lgan? Nima qanday bo'lgan? Yo'llar ko'p. Hozirgina aytayman, men lekin shu paytgacha, shu vaqtgacha bunaqa qiz bola, yosh katta ustozlar bor. Qanaqa proyektlar bo'yicha yoki nimadirlar bo'yicha do'st bo'ladi men bilan. Bunday yo proyekt. Ko'pchilik xitoylik qizlar ingliz tilida gapirmoqchi bo'ladi. Inglizchada gapirmoqchi bo'ladi, no, gapirolmaydi. Chunki boshida vaqtingiz keldi, yaxshi bo'ldi, uzr, siz vaqtingiz keldi. Siz yoshingizdagi o'zi odamlar bular aytgandek, o'sha manfaat uchun shunaqa. Ha, haqiqatan lekin agar mendan bironta manfaat kutmasa, birdan qaraydi, bunga nimadir bormi? Значит, men bilan do'st bilan bo'lmasa yo'q. Chunki vaqt ketadi. Sizga hozir o'shanaqa narsalar yo'qmi? Bitta ko'rgandan Hozir sal general yo'q qolib, yordam so'rab, ketdi. Endi misol uchun nima bo'lishi mumkin? Bitta ko'rganda birga trenovka qilaylik, birga zanimatsiya qilaylik, zalga chiqaylik deb qolishi mumkin. Xitoylik bolalar, xitoylik qizlar shuni o'rgat, qanday qiladi? Ancha anonim bor ekan, menda optim bor ekan deyish mumkin. Yana boya gapni yarim qolib ketdi. Xitoylik qizlar ko'pchiligi ingliz tilida gapira olmaydi, gapirsa ham qiynaladi. O'shaning uchun birinchi kelganimda xitoycha gapira olmasdim. Menga o'rgat, men senga ingliz o'rgataman, sen menga xitoycha o'rgatasan. Kelinglar ham qiynalgan bo'ladi. O'shandayda. O'shanday bo'ladi. Xitoycha o'rganib olganingizdan keyin bu yerda qizlar ham keyin asta-asta hayron qolishi mumkin. Chet ellik bola qanday xitoychada normal gapiryapti, zo'r gapiryapti deb. Qanday sizga ham qiziqadi, qanday o'rgangansan istoriyasi. Birinchi tanish uchun nima deysiz? Xitoycha biron nima deng, ikki og'iz. Men qiz bola bilan birinchi tanishayotgan vaqtisiz. Ikki og'iz biron nima deng xitoychasiga. Xitoychadan? Ha. 你叫什么名字？
你有没有男朋友deyman. Ni yao bu yao xitoychada keyin ni yao bu yao Vaygor'da男朋友deyman. Hozir bunaqalar o'tmay qolgan, men ham ishlataman. Hozir o'tmay qolgan. Hozir shuncha o'tmay qolgan. Ular ham shu moslashganda, xitoyliklar ham. Da, ush ko'p odam aytyapti. Ular ham shu moslashgan, sal mirovozreniyasi ochildi-da. Shu sizlar payti bo'lgan u 2018-da. Lekin 2018 dan yolg'on gapirmaylik. To'g'risini ayt. To'g'risini aytavering. To'g'risini aytgan. Bilmayman lekin kimdir shu o'tirib olib mazza qilib duo qilyapti-da, shu bo'lajak yigitim deydimi, erim deydimi, shu pok bo'lsin deydimi, shu hech yo'q-da xitoylik. Shu paytgacha xitoylik cholka bilan yurmaganman. Ozgina alday. O'zi Xitoyda yurmagansiz-a? Javobidan bilsa bo'ladi. Xitoyda yurmagansiz. Xitoyda yurmaganman. Yo'q, yurmaganman. Yurmagansiz. To'g'ri qilasiz. Yo'q, men yurib ko'rganman. Xitoylik emas, Uyg'ur qiz bilan, lekin foydasi bo'lmagan. Sizdagi bo'lmagan, sabab menimcha o'shanda bizda faqat o'zbekcha, O'zbekcha bo'ladi, uyg'urlar bilan. O'sha payt xitoylik topishim kerak edi menimcha. Xitoylik cheska oldim. Uyg'ur hisobsiz faqat o'zbekcha ketadi So'nggi gapingiz. pushaymon o'zingga dushman deydi. Xitoylik do'st ortish yana esimga tushib qoldi. Bu yozda qaytdik-ku hamma kanikulga O'zbekistonga. Shunda aeroportda bitta xitoylik qiz ko'rib qoldim. U o'zi qaysidir davlatga IELTS topshirgani ketyapti ekan. Keyin men bilan inglizcha gaplashib qoldi. Keyin shu bilan biz do'st bo'lib qoldik. Hozirgacha ham shu ingliz tilida nimadirlar so'rab turardi. Men ham shu praktis qilamiz deb turib shu aeroportda tanishib qolib, haligacha ham shu ingliz tilidan mendan har xil grammatikalar so'raydi. Shu orqali men ham keyin xitoycha gapirishga harakat qilaman. Bu yerga do'stlashish bilan O'zbekiston do'stlashish qanaqa farqi bor? Qizlar bilan deylik. Farq shu tilda foyda bo'ladi. Masalan, siz ingliz tilini bilsangiz, u xitoy tilini bilsa, Bitta gap bilan osonroq deb aytdi. osonroq. Bu yerda osonroq. O'zbek qizlariga o'xshab bular ana bu emasda. Salom desang bir shapaloq tushiradi. Oyog'i? Burun osmondan emasda. Bunaqa bo'lmasa kerak. Shuni O'zbekiston qo'ldan kelgancha yordam beradi. Birdan o'zidan nimadir kibr yasamaydi. 4 yil ichida O'zbekistonga borib kelganim bir marta borib keldim. Mana shu 4-kursda. 4-kursgacha bir marta borib keldim. 10 kunga shunda. 10 kunga borib keldim. Lekin bilmayman. Hozir o'zbeklar qanday? 4 yil ichida bir marta bor. Bir marta bor. O'zbekistonga bir marta qaytdim. 10 kunga borib keldim. Men ayting, men xitoylikman deb xitoychasi ayting. O'sha jongo. So'cha chiqyapti, jaranglayapti. O'xshayapti, aksent o'xshayapti. Xitoychani umuman kitobda ochib o'qimaganman. Xitoychani Qanaqa o'rgangan? men ko'chadan o'rganganman. Ko'chada gaplashib. Shunday odamlar bilan gaplashib. Birinchi gapni dosha o'tishi ham bergan. Yo'q, birinchi gapim, men birinchi boshida xitoy tilini o'rganganimda bizda o'sha lanjo lamen deyishadi, musulmonlar kuxnyasi. Dunyanskiy kuxnya deyishadi. O'sha yoqqa borib ovqatlarni birinchi nomini o'rganganman. O'sha eslab qolib, aniq qilib keyin iyerogliflarni ovqatlarni misol uchun iyerogliflar bo'lgan paytda o'sha payt iyerogliflar qanaqa o'qilishidan hatto o'shanda 3-4 ta iyeroglif tanishib boshlaganman-da. Keyin shunaqa ko'chadan o'rganish boshlaganman, shunaqa bo'lgan. Haligacha shu yil tanikulda 1 oy o'qidim, kitob ochib ko'rib. Ungacha o'qimagandim. Odam ochiq qilish kerak. Ochiq qolish. Odam ochiq qilish kerak. Qarang. Sizni nechta qiz bola dugonangiz bor? Do'stingiz bor? Bular do'stlar. Biz shu gruppada bor, bir ikkita vechadan o'qishganlar, boshqa yo'q. Yo'q, rosti. Nima qilaman-da, shu darsda O'qishga kelgansiz-da bu yerda, to'g'rimi? Qiz yo'q, qiz izlab, nima qilib, bunaqa narsa kerak emas-da o'zi. Yo'q, bu bir planni boshida bu. Kelgandan keyin, odam kelgandan keyin missiya bo'lsa, missiyani to'g'ri qo'yish kerak-da. Lekin planni chizib olib, polностью o'qish kerak. Shunda itam to'g'ri do'st bo'lganim sababi u yerda men darsga hozir xitoy tili darsiga boraman. 2 kishi, 3 kishi, 240 ta xitoylik yoki 140 ta xitoylik deyishida 3 ta chet ellik student. 3 ta chet ellik student ham darslarni uncha tushunmadi. O'qituvchi nima deyapti, tez
Rostdan tez gapiradi ular. Men o'zbek tilida xitoyliklardek tez gapira olmayman. O'zbek tilida. Ular juda ham tez gapiradi, tushunmayman. Ko'plab prilojeniylar ishlatadi, kitoblarni tez-tez o'tib ketadi. Shu maqsadda uyga vazifalarni tushunmay qolib qolishi mumkin. Shularga yordam berib jo'natib turadi. Shu maqsad boshqa, unaqa aylanib, ma'no qilgan. O'qish uchun manfaat o'qishdan. Manfaat shu o'qish tamom. Agar o'g'il bola bo'lsa ham farqi, o'g'il bola bo'lsa ham yordam beradi, farqi yo'q. Lekin odamlar ham shu yordam berishga men besh ketganman biladi. Hozir men bu yerda aytgan gaplarim aniq emas aka. Bu yerda qizlar bilan kayf qilib yurib, yo boshqa narsa qildi degan emas bu yerda. Prosta bu planni anusida qismi bo'ladi bu. Planni qismi. Bir qismi plani. Plan bu yerda xitoy tili o'qish bo'lgan 1 yil. Xitoy tili o'qib, qizlar yordamida motivatsiya bo'lgan menda. Qizlardan o'rganib, o'shunda o'rganganman. Xitoy tili speaking ko'tarilgan menda. Praktika qilganda siz Praktika zo'r bo'lgan. qizlar bilan praktika qilgansiz. Ham ular ko'cha tilini ham o'rgatishgan menga. Dars o'rgatsangiz faqat grammatika o'rganasiz, kitobdan narsa o'rganasiz. Zerikarli ko'chaga chiqib, shunaqa o'g'il bolalarga shu yo'l yaxshida. Men misol uchun meni opam Xitoydalar. Opam birinchi marta Xitoyga kelgan paytlari, Xitoy tilini o'rganayotgan paytlari, opam o'zi Xitoy kelishlaridan oldin umuman bilmaganlar Xitoyda. O'sha payt siz bilan bir xil kelganlar. 2017-2018-yilda kelishgan. O'shanda kelishganda opam o'zi yapon tilini bilardilar, umuman Xitoy tili yo'q joydan просто kelib qolishganda. Keyin Xitoy tilini o'qiganlar, rosa o'qigan paytlari ular qanaqa praktika qilishgan? Endi qiz bola bo'lganlar uchun ular bitta so'z o'rganishdimi? Misol uchun bir kun ichida misol uchun 10 ta so'z o'rganishdimi? Chiqishar opam o'zlari aytib berganlar, ko'chaga chiqib misol uchun narsa olayotgan paytim o'sha so'zni ishlatishga harakat qilardim. Xitoyliklarga derdilar. O'shanda esimda qolardi shunaqa deb. Bular ham shunaqa qilishganda. O'g'il bolalarda endi naborat, o'g'il bolalarga osonroq. Qizlar topib aniq qilishadi. Osonroq. Albatta qordiz. No rostdan o'tgan yil til kursida o'qiganmiz, faqat inostranslarda o'qiganmiz. Umuman xitoylik do'st topolmaganda biz. Hozir xitoyliklar bilan o'tiramiz, shu sababli do'st o'tirisham, unda yordam beradi. Shu tomonni qilasan. Lekin Xitoyga yana bitta ma'lumot. Kampus o'zi bir shaharchada, e'tibor berdinglar. Hech qayerga chiqish keragi yo'q. Hamma narsa shu yerda. Hamma narsa bor ichida. Milisaxonasi ham, tam o'zini отдельный bir nimada qonun qoidasi bor. Qonun qoidasi shunaqa. Ovqatlari ham shu yerda, hamma narsa. Tashqariga chiqsangiz hech qanaqa ehtiyoj sezmaydi odam. O'zi ichida hamma narsa bor deganlarda birinchi milisaxonani aytdilar, hozir eshitadi. Endi boshqa ma'noga nima bo'ladi? Endi milisaga ko'p harbiylarga ko'p ish tushadimi deb, yo'q, unaqa yo'q. Bizaga mana anchadan beri bizaga bironta harbiy kiyimda odam kelib bizaga bironta savol ham bergani yo'q, bizaga bir yomon qaragani ham yo'q. Ularga biz chet elliklarga nisbatan munosabati yaxshi. Mana yana qayerdansizlar deb ko'p so'raydi. Mana O'zbekistondanman desa, keyin men ko'p O'zbekiston borganman degan xitoyliklar ham chiqqan, chunki o'zimizda mana turizm rivojlanayotgan sababi ham mana xitoyliklar ko'p kelyapti aylanishga, mana O'zbekistonda pul ishlab ketadi. Chiqib nima chet elliklarga munosabati yaxshi qolgan bir ayni bir o'sha g'arb mamlakatlariga nisbatan. U g'arb mamlakatlarga xalqaro student borsangiz, u sizga mana migrantday qaraydi, qora ishchiday qaraydi, munosabati yomon bo'ladi, chunki tanishlar bor, o'rtoqlarim bor, nima qarindoshlarim bor, chet elda g'arb mamlakatlarda o'qiydi, eshitaman, ko'raman. Mana shunaqa holat. Bu yoqda odamgarchiligi balandroqda. Odamgarchiligi bor, mana bu. Umuman sizda yerga urish yo'q, yerga urmaydi. Madaniyat O'qituvchi bilan o'quvchini muomalasichi, o'qituvchi настроениyangiz buzilgan bo'lsa ham sizga kulib gapiradi. Bilinmaydi. Qanaqa nasrda kelgan bo'lsa darsda o'tadi. Shunda psixologda. Вообще zo'r ekan. Umuman bilinmaydi nima. Qattiq qo'l o'qituvchi qaysi yo yaxshi o'qituvchi qaysi ajrata olmaysizda, bir xillarmi? Bir xil. Yo ko'chadagi odamlar ham chet ellikmisiz, muomalangizni joyida qo'yib, xursandchilikda xitoy tilida siz ular tilida gapirsangiz shunchalik xursand bo'ladi. Sen qanday xitoy tilida gapiryapsan deb xursand bo'ladi-da ular. Hozircha ikkita o'qituvchilarni o'zi to'xtatib oldi. Qanday sizlar o'rgangansizlar buncha? Hayron qoldik. Yana bir qiziq voqea bo'lgan edi. O'tgan yil til kursida yurganimizda, endi biz mana bu o'qituvchilarimiz yordamida bir necha oy o'qib HSK 4 oldik. Keyin ularga tashakkur
bildirish uchun, rahmat deyish uchun biz O'zbekistonda nima olib kelgan edik? Mana milliy do'ppi olib kelgan edik, keyin milliy mana bu shirinliklar olib kelgan edik. Keyin ikkita yaxshi ustozimiz bor edi. Keyin men bilan o'rtog'im bordik, ustozga berdik ikkalasiga ham bittadan do'ppi, bittadan shirinlik chiqib, mana bu sezilarli narsa. Javob uncha bizning shunchagimizga sezilarli narsa emas, lekin ular uchun katta narsadek ko'rindi. Rahmat deb. Endi biz evaziga hech narsa kutmagan edik, chunki biz berdik, u shuncha nima mehnati uchun, bizga ajratgan vaqti uchun. Keyin esa hech qancha ham kun o'tgani yo'q, bir uzoq bir 2 kun, 3 kun o'tdi. Keyin bizani xonasiga chaqirdi ikkita ustozimiz, endi tanaffus vaqtida. Keyin ikkalamizga men nimaga chaqiryapti ekan, yo bironta yomon ish qilib qo'ydik desak, sovg'a tayyorlab qo'ygan ekan bizga mana bu alohida qana desam, mana imzoga o'xshagan narsa, dumaloq uzun narsa, o'sha cho'pni orqa tarafiga, tagiga sizning ismingiz yozilgan, sizning xitoycha ismingiz yozilgan. Keyin ana bu qizil rangga botirasiz, daftarga ursangiz, mana bu imzoda. Mana shu narsa, u mana bunaqa narsa eshitganman, o'zimizda bor. Agar mana bir shirkat ochsangiz yoki bironta o'shanaqa joylarda bo'ladi, har bitta odamniki, katta lavozimda ishlaydigan odamning o'zini imzosi bo'ladi. Lekin biz bu yoqda kelib, men o'zimda ham imzom bo'ladi deb o'ylamagan edim, lekin ustozlar, nafaqat ustozlar, balki qolgan odamlar ham mana shu yaxshilik qildingizmi, albatta qaytaradi yaxshiligingizni, unutib qolmaydi, birga bir qiladi. To'g'ri. Da, shu yaxshiligingiz qolib ketmaydi-da. Nima bo'lsa ham qaytarishga harakat qiladi asosan. Eng muhimi keladigan yoshlarga yoki qanaqadir ertaga yo'lini izlayotgan yoshlarga Xitoy yaxshi bir fundament bo'lib bera oladi. Bakalavriat yo'nalishida o'qiydimi, magistrda o'qiydimi, biznes yo'nalishida keladimi yoki aerodinamika yoki kosmetika, IT dasturlash yo'nalishida yoki mana videografimiz bor. U media yo'nalishida kelsa ham, qaysi yo'nalishda kelsa ham Xitoy yaxshi fundament bera oladi. Biz o'qiyapmiz, hech Xitoyda plyus, Xitoyda ko'taraylik deb o'qimaymiz. Hammasi O'zbekistonda, hammamiz qaytamiz, baribir o'zimizni ona yurtimiz, o'sha yerda hissamiz tegsin, foydamiz tegsin deb o'sha yerga bu yerlarni bilimini olib, u yerga baribir hammamiz qo'llab ko'rmoqchimiz. Yaqinda prezidentimiz ham keldi. Katta shartnomalar hozir 1000 dan ziyod kadrlar yetishmayapti Xitoy tili bo'yicha. Nu kelsa agar albatta yaxshi bilim olib O'zbekiston qaytib ketib, yaxshi joylarda ishlab ketadi nasib bo'lsa inshaalloh. O'zi hech qaysi erkak kishi uyga qaytadi baribir. O'qishni bitirib, uylanish kerak. Hamma uylanish kerak, baribir oila boshlash kerak. Biz Xitoyda plyusdan aytdik, baribir kommentariylardan boshqa narsada ham chiqadi. Xitoyda buncha maqtayapsizlar, u yoq deb. Bu hammasi o'zimizning davlatimiz uchun, boshqa narsa uchun. Boshqa joyda yuribmiz. Endi Xitoyda maqtashimizni ham sababi, chunki hamma perspektivani ko'rib chiqyapti. Kimdir Yevropaga harakat qilgan, kimdir Angliyaga, kimdir Amerikaga, kimdir Turkiyaga, Ispaniyaga harakat qilgan. Endi bu yerdan tarixga ham aytilganda, tarix o'qiganlar bor-ku oramizga. Bilim olmoqchi bo'lsang Xitoyga bor deyilgan. Dinda ham aytilgan. Payg'ambarimizdan bu hadis bu. Borib o'sha Xitoy mamlakatiga bo'lsa ham borib bilim ol degan. Chinga bor deyilganda, Chinga bor deyilgan. Chinga borib bo'lsa ham bilim olib. Mana o'sha Chin davlatiga kelib, bilim olib, iloji boricha bilimlarini o'g'irlaydi bu ham. O'zbekistonni mana bu foydasi uchun baribir biz O'zbekistonga qaytib, mana O'zbekiston manfaatlarini himoya qilib, o'sha ona yurtimizda rivojiga hissa qo'shamiz degan umidda bu yoqda biz o'qib yuribmiz. Biz bu yoqda ertaga mana bu hamma narsa mana o'tirganlar hamma biladiki, baribir mana shu bizning taraf, bizning davlatimizdan ham mana yordam sezamiz. Aytib o'tgandek, mana bilet narxi, keyin bizga chet elga chiqishga umuman bironta ham muammo yo'q. Baribir mana buni qaytarish kerak, baribir. Qaytarish kerak. Bitta qo'ldan qarsak chiqmaydi hech qachon. Burch. Lekin haqiqatan juda ham patriotman o'zim ham. O'tgan kunda bir nima bo'lib qoldi ofisga san bilandek-ku. San yana kim bordi? Uchinchimiz G'iyosmi? G'iyos. Juda ham patriotman. Sizlarga bitta ozgina nima qisqa qilib aytib beraman. Bu bitta Xitoylik bilan gaplashib o'tiribdi. Aytayapti, "Men O'zbekistondanman" deyapti. Men o'zim ishim qilyapman, nimadir qilib. U yordamchi, kimligini aytmaymiz, qayergaligini ham aytmaymiz. U yordamchi.
Xullas, bunga tashab qolyapti. Sen qayerdansan deyapti. Bu O'zbekistondanman deyapti. Ha, значит, sen rus tilini bilasan ha deyapti. Bu ha bilaman deyapti. Keyin u yana boshlayapti. Значит, sen Rossiyadansan deyapti. Mana shunaqa gap boshlanib ketyapti. Keyin men aytdim, O'zbekiston o'zining tarixi bor. Xitoyda 5000 yillik tarixi bo'lsa ham, O'zbekistonning yaqinga Samarqand 3000 yillik tarixi bunaqa qilindiki. Shunaqa tarixi bor. Rossiya bosib olishidan oldin shunaqa bo'lgan, Turon bo'lgan, nima bo'lgan deb tushuntirib beryapman. Amur Temur degan podshoh bo'lgan bizga ham. Chingizxon bor, misol uchun sizlarning podshohlaringiz. Bizga Amur Temur bor deb tushuntirib beryapman. Bu yana gapni burib ketyapti-da. Sen Rossiya bosib olgan, sen o'rissan, rus tilini yaxshi bilasan deyapti. Keyin men aytdim, bularning ham yomon nimasi bor. Bu gapni ishlatmaylar iloji boricha. Seni Yapon bosib olgan desanglar. Taksida. Taksitga ham shunaqa voqea bo'lib qoldi. Taksiga yomon bo'ladi. Yomon bir voqea. Tayvanni gapirib qo'y. Talab ketadi. Tayvan Nanjing voqeasini gapirdim. Nanjing voqeasini gapirdim. Keyin vaqti men bilan Nanjingda poytaxti, Yaponiya poytaxti, birinchi Xitoy poytaxti Nanjing bo'lgan. Keyin Yaponlar bosib olganda o'zini qo'ygan. Hammani qirishni boshlagan Xitoylarning polisi. Qon-qonigacha o'tkazyapti. U oldin emas, mana yaqin uzoqda o'tgan asrda bo'lgan voqealarda. O'tgan asrda. Haligacha yillar bo'lgan. Haligacha esiga yo'qmi? Tarix Yaponni o'zi ko'p kelmaydi. Jibin desangiz yo'qsilmaydi. Xiaogoy deydi. Xiaogoy. Shuning uchun iloji boricha men o'zim juda ham patriotman. Sizlarga ham men patriot bo'linglar demayman. Hammani o'zining xohishi. Baribir ham iloji boricha O'zbekistonning sha'nini himoya qilishga harakat qilamiz har doim. Hech bo'lmasa himoya qilib bo'lmasa ham yerga to'kmaslikni so'raymiz. O'zbekiston yuzi biza baribir. Bizni ko'rib hamma o'zbeklar shunaqa ekan deb fikrga boradi baribir hammasi. Bular ko'p shunaqa baribir bitta odamni ko'rib butun mamlakatda unaqasini ham qilib bo'lishi mumkin. Sabri biza yuz. O'zga borib, O'zbekistonda yursang, oilangni qanaqaligini ko'rsasan, chet elda yursang, butun davlatingni qanaqaligini ko'rsasan. To'g'ri. Svetofordan qizilga o'tmaylar. Mototsikl haydab 187 bilan yurganimga 60,000 yuan jarima to'latuvdilar menga. $1000 degani. Avariya bo'lganingizga qanday bo'lgansiz o'shani aytib? Avariya bo'lganman o'sha. O'shani shu qiziq. Mototsikl ketyapman. Brilliant qo'lda ko'rganmiz. Mototsikl ketyapman, xullas yo'l tekisdi. Tasi bilan avgonlashdik. Nima qilib, короче, ketyapmiz. Ikkita nima bo'lib qoladi? Bitta bo'lib qolsa, ikkita boyaginaqa dalboyob edik. Ikkalamiz bitta bo'lib qolib, bir-birimizdan oshib ketyapmiz. Yo'lni bilayotgan, men bilmayman. Tormoz bosdi, mana bunaqa garmoshkali yo'l bor-ku. Mana shunaqa yo'l ekanda, 170 necha edi skorosim. Tabloga qarashni uspet qildim. Yangi olganman, 3 kun bo'lgan mototsikl olgan. Bitta siltatdan shunaqasi rulim ketdi-da, uchib ketdim-da o'zi ham. Chiqdi bir 30 metrda sirpandim. Hamma narsam shilinib ketgan. Turomanda mototsiklim qanday mana. Yo'q, skoriy chaqirmaganman, hech nima chaqirmaganman. Mototsikl Italiyaga Balensiyaga borgan. Mototsiklni yo'tarmaganman, balki ozgina nima qilib, olib ketayotgan mashinalar bor-ku. Xolalar bor. Shu o'zi shuncha chaqirgan ekan. Xolalar. Ko'tarib olib ketgansiz o'ylayman. Balensiyaga borib bunyapsiz. Rullar sinib ketgan, mashina o'tdi. 170 katta tezlik. Ko'z yumuncha 100 metrda bosasiz-da. Ko'zni chaqirib qo'ygan ekan. Sinib ketgan, sizga esa siqmagan. Men ustiga chiqib qoldim-da mototsikllar. Aytib o'tish kerak-ku, 170 ana bu tasavvur qilishga qiyin unaqa tezlikni, o'sha yiqilib ketganini aytib o'tish kerak. Mana ekipirovka bo'lgan, shlam bo'lgan. Boyagi oyog'imga yo'q edi, shitoyim yo'q edi. Oyog'im ishqalanyapti, hozirgacha izi qolgan. Potsiloy asfaltim deydi-ki, istalga qolib ketgan. Oyog'imni ko'taraman-da, belimga ishqalanaman asfaltga. To'xtamaydi. Dumalamaysiz ham, dumalolmaysizmi? To'xtamaysiz. Bittada. Ha, sirpanib ketasiz. Muzga sirpanasiz, xuddi o'shani. Asfaltga sirpanasiz. Mototsikl olmaylar. Yo, mototsikl minmaylar. Ajal bilan birga yuradi. Aytishadi, o'zi aytadi-yu. Yahudiy. Tirik kitobmi? Yahudiylar aytadi-ku.
agar farzanding aytganingni qilmasa, unga mototsikl olib ber deydi. O'lim mashinasi. Shunday. Shuning uchun biz hali olganimiz yo'q. Mayli ekan, aytgan. O'zingiz oldingiz mototsiklni. O'zim aytganman qilmaganman. Yomon bo'lgan haqiqatli. Kimni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz. Keyingi suhbatlarda Bitta javob beraman. Men javob beraman, men aytayam, kim aytsin? Suhbatimiz hali tugagani yo'q. Keyingi davomi bor. Albatta, kimni qiziqtiradigan savoli bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, biz javob berishga xursandmiz har doim. Yo, aytavering. Aytavering. Men qo'shib qo'yay boshdan. Men shu birinchi kursimda kelganimda o'zi bir 3 kishi 4 kishi bo'lganmiz O'zbekistonda. Hozir men xursandman shunchamiz. Misol uchun o'tiribmiz bir 10 kishi, 15 kishi bitta CS:GO ga sostav chiqadi. 5 ga 5 sostav polni o'zi vela chiqadi-da. Birinchi kelganimizda shu kam edi. Yo'q, aytganlaridek kommentariyaga savolinglar bo'lsa, anaqa qilsanglar, bemalol qo'limizdan kelgancha nima yordam bo'lsa ham beramiz. Sababi biz ham xohlaymiz, o'zbeklar ham yana ham ko'paysin. Chunki o'zimizdan ko'ramiz, misol uchun o'zimizdan yotoqxonada studentlar, chet el studentlar juda ham ko'p. Aytaylik bir 1000 ta bo'lsa, 1000 tadan bir где-то 300 tasi yo 200 tasi hammasi Marokash degan davlatda, hammasi ko'p. Biz ham xohlayman, o'zbeklar bizning universitetimizda ko'p bo'lganini, uy haqi yurganingizda birga yurib qilib. Ba'zi yaxshida odam ko'p bo'lsa o'zimiz O'zbekistonda yurganda his qilasiz hamda. Yaxshi. Biza tarqoq emas, biza. Tarqoz maqsimiz hech qachon bo'lmaganmiz. Biz tarqoq bo'lmaganmiz. Biz o'rslar bilan yurmaganmiz. To'g'ri, ko'chmanchiroq bo'lmaganmiz. Xalq bo'lmaganmiz. Ha, biza Marokankalar orqasini yurmaganmiz. Shunday. O'shaning uchun Mongolkalar orqasini yurmaganmiz. O'shaning uchun yozaveringlar. Chopib ketmaganmiz. Bir-birimiz chopib ketmaganmiz. Agar shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, tamom bor. Rostdan bemalol qanaqa savollar bo'lsa bemalol gapni so'rayversin bizdan. Xitoyga baribir qiziqadiganlar hozir yoshlar ko'p. O'zimizda bilsangiz agar 7000 kishilik gruppa bor, o'sha yerdan bachalar yordam so'raydi. Iloji boricha yordam berishga harakat qilamiz. Chunki o'tgan yil o'zimiz hujjat to'g'rilaydigan vaqtda qiynalib, nima qilishni bilmasdan, to'g'risi kimdan yordam so'rashni bilmaganmiz. Xitoyga kim o'qiyapti, kam o'qiydiganlar xuddi hayolimizda bo'lgan. Chunki Xitoy gruppalarini umuman bilmaganmiz. Shunaqa narsa Instagramda u vaqtda Xitoy haqida ma'lumotlar ko'p chiqmasdi. Ma'lumot ola olmasdik. Keyin kelgandan keyin ham juda qiynalganmiz. Boya boshida aytganimizda hammamiz bilan juda katta mablag'lar sarflab yuborganmiz. O'ylamasdan narxni oladi. Onlayn magazin umuman bilmasdik. Ön kelgan moldan borib narsa sotib olganmiz. O'zlaring ham bilasizlar, malda hamma narsa qimmat bu yerda. Baravariga qimmat bo'ladi. Shu sababli kelganda vaqtda ham qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Bu yerda kelganimizda ham to'g'ri yo'yida bo'ldik bir yil, lekin baribir changan haqida, bakalavr haqida ma'lumotlarimiz yo'q edi. O'g'ibek aka kurs tanlashlarimizga yordam berdilar. Rahmat uchun. To'g'risi qiynaladi odam, shokka tushadi, nima qilishni bilmaydi umuman. Ayniqsa mana shu bakalavr boshlatguncha ayniqsa, boshlaguncha, oyoqqa turguncha qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Shu kommentariyalarda ham yozib yuborsalar agar. Shu Keyin bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Hozir Xitoyga viza ochilgan-ku bizga. Bir oy bo'lgan, viza bo'lgan. Ha. Turistlar ham ko'payapti hozir, misol uchun O'zbekistondan kelayotgan. Men bitta maslahatim bor, turistlar kelayotgan payti lutchi onlayn booking qilib yoki qanaqadir tur kompaniyadan o'qimasdan Xitoyda qanaqadir tanishinglar bo'lsa, o'shalardan yordam so'rab, hech bo'lmasa maslahatlar so'rab kelgan yaxshi Xitoyga. Shundan keyin Uyg'ur mana bular aytganlaridagi Xitoyga kelganda misol uchun birinchi marta aylanishga kelayotgan odam qo'lida na Alipay bor, na WeChat bor. Alipay, WeChat yo'q odam hech narsasi yo'q degan. Chunki sababi oddiy misol uchunda metrolarni ishlatishga ham qiynalasiz. Sistemani sal tushunish, o'sha culture shock dedinglar, o'sha culture shockdagi sistema sal tushunish qiyin bo'ladi-da. Agar tanishinglar bo'lsa, kimdir misol uchun Xitoyda yashaydigan misol uchun aytsanglar, o'qisanglar va biz ham yordam beramiz bu narsaga qanaqa qilish kerakligini misol uchun. Agar o'zingizlar tanishinglar bo'lsanglar, o'shalar tanish bilan kelgan yaxshiroq maslahatlar olib. Chunki misol uchun mana molda aytganlaridagi ba'zi odamlar uyimdagilarga men o'zim boshqa shaharga borganimda o'zbeklarni chet delegatsiyadan kelishgandi. O'shanda o'zbeklar kelgan payti ularda hech narsasi yo'q, qo'lda puli bor. Narsa olmoqchiman, qarindoshlarimga misol uchun padarka unaqa deyishgandi-da. Xitoyga kelib ketganman, hamma narsa arzon, ko'proq narsa olay deyishgan payti. O'shanda deganda
bir kun vaqt qolgan dedi. Bir kun vaqt, o'sha ertasi kuni ketish kerak, men ketishimdan oldin avval deyapti. Molga olib chiqaman, bular aytganlaridek, molga olib chiqdik. Men o'zim chunki to'g'risi Naqdni bilasiz, hus qilasiz, to'g'ri, mana shu 4 yildan beri hech bir molga kirib bir narsa olmaganman to'g'risi. Xitoyda molga, bozorga chiqib, bunday bozorlarga nima qilmoqchi bo'lsam, faqat internetdan zakaz qilaman. Internet arzon. Molga chiqsangiz, misol uchun men chamadon olib ber dedi menga. Chamadon olmoqchiman dedi. Chamadonni ko'ramiz. 999 mana Rushno chamadon 980 yuan ko'rsatyapti-da. Xuddi o'sha chamadon internetda ko'rib beraman 50 yuan-da. 100 dollar chamadonni, 100 dollarlik chamadonni 10 dollarga ko'rib beraman. 10 dollar 15 dollarda. Haqiqatan ham, ha. Men ham o'shanga qarab qolaman. Shu paytga shunaqa internet magazin shunaqa zo'r, lekin haligacha mollar bor-da Xitoyda. Ularning sababi bor. Odamlar unaqa mol ochishini baribir odamlar oladi yani. Brend bo'lsa ham internetda ham brend mahsulot sotadi. Ular borib olishi mana bizga o'xshagan o'zbeklarni biladi. O'zbeklar emas, faqat chet elliklar kelib internetdan olishni bilmagani uchun nima, misol uchun bizda misol faqat Taobao unaqa emas, hamma narsani o'zi alohida narsalar bor. Misol uchun kiyim kecha olaman desa original DU degan programmalar bor. Taobaodan misol uchun o'zi hamma bir 5-6 xil, misol uchun elektronika desa Jingdong deganlari bor. Har xil programmalar bor. O'shanga eng zo'ri o'sha tanish odamlarga qilgan tanish odamlardan maslahat olib chet elga aylanishga, misol uchun Xitoyga aylanishga kelayotganda ham so'ragan yaxshiroqda. Chunki tur kompaniyalardan kelganda ham tur paketlarini ham qimmat olib qo'yish mumkin. Xitoyga kelganda tanishroq odamdan so'rasa, biza Aqshaga olib kelib yotishtirishimiz ham mumkin. Yo'q, misol uchun men aytayotganim, mehmonlar kelgan ketyapti aka deb. Mehmondorchilikda endi o'zbekmiz. Keyin o'sha biza sabab aytayotganimiz chet ellik, biza bu yerda turib o'sha xitoyliklarga o'xshab moslashganmiz. Xitoyliklar sistemalari, misol uchun skidka degan narsalar bor. Misol uchun to'g'riga skidka. Misol uchun skidka degan narsalar bor. Skidka degan narsalarni, o'sha narsalarni tushunamiz. Yeb ketmaysizlar-da, xullas. Shunaqa mollarda narsalar. Keyin aytmoqchi bo'lganim, konsaltlikdagilarga so'kishi mumkin meni. Hamma gaplarni aytsam ekan. To'g'risi gap. Ko'plar hozir konsaltinglar juda ham ko'paygan. Xitoyga, boshqa davlatga ham. Xitoyga kelishdan oldin men ko'plar bilan gaplashdim. Universitet kerak menga deyapman. Bo'ldi, grant mana shunaqa grant, universitet ismini aytmaymiz deyapti. U qani universitetda o'tini aytmaydi, qaysi shahargaligini aytmayapti. Даже men hujjatingni ber, qilamiz deyapti. Jiving, ya'ni admission taklifnomang chiqsa, sen ko'rasan, shahringni universitet tanlotguncha ham yo shahar tanlotguncha ham uni iqtisodiy, masalan, Shanxay juda ham qimmat joy, Pekinlar qimmat, buni Sianxay normalni o'rtacha shu shaharni o'rganib yo universitetni yaxshilab bilib, topuvimi universitet, shuncha pul xarajat qilyapman. Konsaltingga baribir 1000 yuan, 1000 yuan nima? 1000 dollar, 1200 dollar sarflaydi eng kamida-da. Yo'q. 2000 dollarga konsalting firma ochaman. 2000 gacha. To'g'ri akani reklama qilmoqchi edi. To'g'ri akani ham firmalari bor. O'zlari studentlarni ham olib keladilar. Ishonchli. O'tgan yil reklama qilib bergan. O'tgan yil videoga tushib bergan mana shu 4 ta mana. O'tgan yil tushib bergan. Da. Yo, shunaqa muhimi aldanib qolmasin. Oldin rostdan ma'lumotlarni olinglar. Bilinglar qayerga borayotganlaringni o'rganinglar, shundan keyin kelsa bo'ladi. Har qanaqa konsaltingga pulni beryapman, grant beradi deb unoq kelmaydi. Shunaqa jo'rlarimni, do'stlarimni Chongqing shahriga kelganlar, qaysi firma orqali kelganini aytmayman, mayli. Ayting. Yo'q, Kelamiz. Kelgan bilasizlar, kelgandan keyin sim kartani 100 yuanga olasiz. Bu endi 10 dollar 100 yuan deb ayting, shuni 3 oy keyin pul to'lamaysiz. 3 oy pul to'lamaysiz. Da. Studentskiy paket bu shunaqa. Ular kelgan, o'sha firmadagilar kutib olgandan keyin nomer olib olish uchun, bitta sotib olib berish uchun 100 dollar olgan. Tasavvur qilyapsizmi? 100 dollar. O'sha firma, ya'ni unga to'lab, men o'sha jo'rlanib kelganda shu yerga to'lab kelgan, qanchadir 1200 dollarmi? 1500 dollar bilan kelgan. Yana 100 dollar bitta sim karta uchun olgan. Yana ular boshida hammasi, endi so'kinglar mayli. Konsaltingdagilar. Boshida hammasi 100% grant, uy-joy bepul, shunaqa deydi, lekin hammasi 100% grant. Stipendiya bermaydiganlari ham bor. Shunaqa har xil 10 kelgan grantga tiqib tashlaydi. Reklamani bu yerga kelgandan keyin biladi, что grantni 50% lik grant,
1 yillik grant, 4 yillik grant bermaydiganlar bor, yaxshiroq o'qish kerak keyingi yil uchun, yo ajratib tashlashi mumkin, stipendiya bermaydiganlar ko'p. Hozirgi sostoyaniyni aytib beradi. Kelajakda nima bo'lishlarini уже aytilmaydi bu yoqda. Misol uchun Da, aytilmaydi, da. Qanaqa grant berishadi? kelganingdan keyin nima bo'lishini aytmaydi. kelgandan keyin hozir nima nima bo'lishini olganingni Kafolat yo'q. Shunday, hozir nima Kafolat yo'q, shunaqa narsaga ishonmanglar. Oldin hamma narsasini bilish kerak. O'sha GV taklifnomasida hamma narsa yozilgan bo'ladi. Qanchalik grant berishi, 50% mi kontrakt to'lashi bor, uy-joy to'lashi bor, shunaqa narsalari bor. Kelgandan keyin ko'p pul sarflaydi, afsuslanadi. Qaytib ketganlari ham bor-da, buncha pul sarfladi nima kerak? Shu hamma narsani bilib ishonmanglar, har narsaga baribir. topshiraman deyotganlarga ham zo'r. Magistraturaga eng zo'ri. Hozir. Eng aytish joizki, mana oramizda hech kim konsalting orqali kelgani yo'q. Dokument topshirish protsessi juda ham sodda. Keyin mana bu o'zingiz qilsangiz ham, keyin kelajakda mana bakalavr o'qiyotganingizda yo magistratura, doktorantura dokumentlarni farqiga borasiz. O'zingizga qiyin bo'lmaydi, yangilik bo'lmaydi. Agar professionallarni ish kerak, yordam kerak bo'lsa, mana birinchidan shartlarni o'rganish kerak, keyin ikkinchidan eng muhimi mana o'zi Xitoyda bo'lib turib, o'zi Xitoyda o'qiydigan mana professionallarga ishonsalaringiz bo'ladi. Mana o'zi Xitoyda o'zimiz bilan birga bepulga o'qib yuribmiz biz. Xitoyda turibdilar. Agar jam ko'p ma'lumot kerak bo'lsa, zing'illab borib o'sha universitetga borib, Ofisga borib, ofisga borib yoki birdaniga universitet ofisiga borib Tekshirib ma'lumotlarni aytib bersa bo'ladi-da. Keyin mana juda farzandlar haqida xavotir oladigan ota-onalar uchun ana iyun 1-iyun oyidan bepul emas, mana 30 kun ichida vizasiz kirib chiqish rejimi yo'lga tushdi. Mana ota-onalar o'zlarini farzandlari bilan Xitoyga kelib, mana o'qishga qo'yib, universitet bilan tanishib, sharoitlarni ko'rib, bemalol xohlasa 10 kun, xohlasa 20-30 kungacha turib ketsalar bo'ladi. Qiyin joyi yo'q mana. ota-onalar ham birga kelib kelishlari ham bo'ladi. Tam hozirgi kunda biletlar ham juda arzon. Bu O'zbekiston bilan Xitoyda bunaqasi hozir nima edi? Kelishuvlari juda ham ko'p, hamkorligi juda ham yaxshi, hisobli. Reyslar juda ham ko'p hozir. Samarqand o'zida haftaga 3 kun. Siyandan Samarqandga 3 kun, Siyandan Toshkentga 3 kun. Hali biz boshqa shaharlarni aytmayapmiz. Primoy reys. Umuman arzon $200 bilan kelsa bo'ladi. Zat period $400 tushadi. Shunaqa narsalari. Keyin mana shu viza to'g'risida, bezvizli rejim to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tay. Ko'plar kelyapti-da, misol uchun 90 kun deyilgan-ku, lekin 30 kungacha chiqib ketishingiz kerak. Ha. Ko'plar kelyapti-da, hozirgi biznesmen, tadbirkor yoki Xitoyda prosta ko'rmoqchi bo'lgan, hayotini yashab ko'rmoqchi bo'lgan odamlar kelyapti-da. 30 kun yuryapti-da, 31 kun, 32 kunga o'tib ketib qolyapti. Keyin jarima to'lashga to'g'ri. Sudga chiqyapti, jarimasi har kuniga 500 yuandan sudga ham qatnashib keldim yaqinga. Har kuniga 500 yuandan jarima to'lagan, 15 kun o'tkazib yuborgan. 15 kun o'tkazib yuborgan. $1000 degani. Shu uchun shu narsalarga ham e'tibor beringlar hozir. Ko'p odamlar eshitaman, o'zimning qarindoshlarim ham bor. Misol uchun na til bilishadi, hech narsani bilishmaydi-da. Rajabda Xitoyga chaqir, hozir bezviza bo'ldi-ku, Xitoyga kelsam borsammikan dedim. Ishlashga. Anu endi Rossiyada misol uchun qilsa bo'ladi-da, borib ishlab kelsa bo'ladi-ku misol uchun. Xitoyga keldi, aytdim aka, nima ish qilasiz? Qo'lingizdan nima keladi dedim. Qora ishda nima dedilar. Aka, bu yoqda 2 milliard aholi bor, aytganlardi 2 milliard aholi bor, qora ishina yetadi. Bu yoqqa maza qilib aylanib ketaman deb kelaman siz. Olib yursa bo'ladi, tur paketi olish shart emas, olib yuraman misol uchun. Просто olib yuraman, maza qilib aylanib yurasiz bunday. Keyin yo'q, ishlashga unaqa deb bu yoqda hech qachon Xitoyda bilmayman, lekin bunaqa narsasi bor Xitoyda. Mana shu 4 yil ichida hech qachon meni milliy politsiyskilar ushlab, vizani ko'rsat, srok o'tib ketganmi yoki bizda ana gruppoviy immigrantlarni tekshirish degan narsa bizda ham misol uchun ishxonalarda tekshirdi, deport bo'ldi degan. Men o'zimga bo'lmagan, ko'zim bilan ham ko'rmagan deport bo'lib ketayotgan odamni. To'g'risi 4 yil ichida ko'rmadim. Lekin iloji yo'q menimcha Xitoyda bez viza nima deydi? Ana buni. Yo'q, o'zi misol uchun vizani vaqti o'tib ketib illegal bo'lib yurasiz-ku. Illegal bo'lib yurish, noqonuniy yurish yo'q. Misol uchun Xitoyda umuman ko'rmagan noqonuniy. Ish ham yo'qda. Bu kishi aytgan Shohruh aytdi, qanaqadir bilimi bo'lsa yo, naviki bo'lsa agar kelib keyin ishlab ketsa bo'ladi-da. Hozir
o'sha aytganingizdek qora ishda yo'q, biron restoran boshqa joyda ishlayman Misol deb uchun bunaqa ko'rganmisiz yo'qda. hech Koreya Novostada ham Koreyada yoki Rossiyada yoki boshqa davlatlarda, Amerikada ham illegal bo'lib yurishadi ko'p. Hech men ko'rmagan va Xitoydan shuncha odam deport bo'lib illegallar chiqib ketadigan. Kamera juda ham kuchli-da bu yerda. Ha. Birdan yuzingizni birdan oladi. Imkoni yo'q unaqa illegal. Shohruxxon Playcon ham xuddi shuda yuzingizni birdan oladi. Buni shartda, Shatda. illegal bo'lib Keyin chiqib ketayotganda bilishadi-da, biznes o'tganligini. O'sha joy aeroportda o'zida birdan olib ketadilar. ayog'ingizdan bunday ko'taradi-da, kistangizdan qoqadi. Hammasini. Akani ham shunday bo'lganda, menimcha o'sha sudga borib kelganimizda ham shunday bo'lgan. Shunaqa bo'lgan, lekin iloji boricha unaqa narsalar bo'yicha hazillashmaylar. O'tib ketsa beparvo bo'lmaylar. Juda ham olib borib keladi o'shani qamaymizda 15 sutkaga. Undan keyin chiqaraveramiz dedi. Shtrafini ham to'laydi, yana 15 sutkaga qamaydi ham. Keyin deport qiladi. Shuning uchun sal qonuni juda ham kuchli. Aholi ko'pligi uchun qonun juda ham kuchli bo'lgan bular. Bu videoni Xitoy bilan qiziqqan, o'z bilimiga ishongan do'stingizga jo'natib qo'ying. Siz sababchi bo'lingki, Student bu banu. Podkast qilib videolarni. Yo'q, misol uchun haqiqiy hozir misol uchun hech qanaqa Yolg'on ishlatganmiz. bizda yolg'on ishlatgani yo'q. Hozir menimcha pauza ham bo'lmaydi, hech narsa Pauza ham bo'lmaydi. bo'lmaydi. Bo'lgan narsa bo'ldi, bo'lmagan narsa bo'lmadi degan gap bo'ldi-da, misol uchun. Men o'ylayman, boshqa davlatda bunaqa narsa boshqa davlatda o'qiydigan studentlar yig'ilib bunaqa narsa qilmaganda, hali misol uchun boshqa davlatda misol uchun Amerikada o'qiydiganlarmi, Angliyada o'qiydiganlar gruppa bo'lib podkast qilib, misol uchun Xitoyda yo o'zini davlati o'qiyotgan davlat haqida bunaqa ma'lumot berib o'tirib uni qilmaganda, sababi buni sababini bilaman. Biz yig'ilamiz, yig'ilib turamiz. U ham mayli, Bir-birimiz bilan ko'rishib turamiz. U ham mayli, chunki men o'ylagan Chunki O'zbekistondanki biz. yo'q, men unaqa emas. Chunki sababi Xitoyga bilmayman, Xitoyga kelganda ancha foyda boshqa davlatga qaraganda deb o'ylayman. Sababi misol uchun ular ham shunaqa qilib yig'ilib, bitta bizda fikr emas-ku unaqa narsa. Boshqalarda ham shunaqa fikr bor. Angliyada o'qiydigan, Amerika, boshqa joyda o'qiydiganlarda ular men hech ko'rmaganman. Bo'lsa kerak, bu YouTube'da video bo'lsa kerak. Men prosta aytib o'tganim, unaqa narsa video yo'q. Sababi ular bilmaydi o'zini davlatida nima haqida gapirib berishdi-da. Tushunamizmi? Yo, na o'qishda haqida gapirib bera olmaydi, na ish haqida gapirib bera olmaydi. Ham ishga berilgan, ham o'qishga. Ikkita ishni qilish juda ham qiyin. Hammasidan cham-chamdan-da, o'shaning uchun ham unaqa ozgincha-ozginchadan-da, kam-kamgina. O'shaning uchun o'sha kam-kamginadan-da. Bu yerda faqat olim. Yo'q, bizda misol uchun mana Talantli yig'ilgan. Yo'q, bu yoqda misol uchun ishlash kerak. Men bu bitta направление bilan ketgan. Ishlash kerak bo'lsa ishlash, o'qish kerak bo'lsa o'qish, kayf bo'lsa kayfga berilib ketgan hamma bor-da. Misol uchun nima tema bo'lsa o'shunaqa ochiq oydin bo'lgan narsa. Professionallar, hamma o'zini sohasi bo'yicha professional. Misol uchun-da, shunday. bugungi suhbat yetakchilari bu mana birinchi navbatda Tohir aka, keyin mana kamera ortida turgan bizani redaktorimiz, bizani montajyorimiz Chiqib Universalman Shohir akaga kattakon rahmat. Bugungi suhbat juda qiziq bo'ldi. Mana kechki soat vaqt birga yaqinlashadigan bo'lsa ham, ko'chada bir 5-10 gradus, lekin suhbatning qiziqligidan biz isinib ketamiz, lekin baribir qaltirayapmiz. Ertami kechmi suhbatni tugatish kerak. Katta rahmat suhbatga chaqirganlar uchun. Biz ham birinchi safar qatnashamiz. Qo'limizdan kelgancha shu o'zbeklarga, vatandoshlarga yordam beramiz degan tuyg'uda yuribmiz biz ham. Menimcha shunaqa suhbatlarimizni davom ettiraylik. Chaqchaqlash, shunaqa tabiiy podkast. Keyingi safar osh kutamiz Abdulazizdan. Osh ustida suhbat bo'ladi. Osh ustida suhbat bo'ladi. O'zbekcha. Xudo xolasa. Oshning jarayonini ham videoga olib Chetyapsiz endi. aytaman-da. Boshqa kanalda ko'rasizlar. Agar unaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta Shohruxga chiqinglar. Davomi Telegramda. Hanzi bo'yicha. Yo'q, bu Hanzi ham. Qizim ajali. Jayonni nima qilib tashladinglar? Har Men bittasi o'quvchi sifatida emas, bilmadim, boshqa odam sifatida. Borini chiqaryapsiz, Shohrux. Ko'paytirib tashlayapsiz. Klub haqida ozgina ma'lumot bering. Klublar
O'zi kelganda o'zi klubga birinchi kelganda o'zi maza qilish kerak, kalla urilgan payt keyin bilasizlar. Hammasi yaxshi bo'ladi deydi. Bu yerda geroyni chaqirma deydi, baribir geroy kelmaydi. Geroy bo'ladi. Keyingi podkastda chaqiramiz. Ikkinchi o'zi kelgandan o'chqo'ga uxlab. Hali gaplar ko'p. Oldinda juda ham qiziq podkastlar bor. Hayotimiz hali oldinda, hali 4 yil birga bo'lamiz. Xudo Hali gapirilmagan gaplar bor. Xitoydagi klublar haqida. Hali gapirilmagan gaplar bor. Hali ancha-muncha hali ideyalar kelgan payt qilamiz. Просто hozir savollar bo'yicha ketdi bosh o'zimizdan. boshlab olganimizcha. Operator vaqtga sani ham qiynaylik. Sizga umuman savol berganingiz yo'q. Operator kimligini bilasizlarmi? Mana eng qiziqarli Yo'qroq kelda svetiga. Keyingi safar gaplashamiz. keyingi zaman. Xayr, ko'rishguncha.